Assalamu alaykum. Dünyanın arka şeyleri yaşayotgan muhterem vatandaşlar. Hemmanlarga Allah'ın selamı, rahmeti bolsun. Hidayet kiren hoş geldinler. Aziz görmen dostlar, bugün diqqatinizga yana her haftada bir saat, yani bir qatorliq ders planidagi Qur'on nazar programımızın ikinci sonini taqdim qilamiz. Bugün edigen saatdan biri Türkiye'den kelayotgan turli musibet haberleri tufaylidan bugünkü temamizin bir temini buna arayımız inşallah. Programmaga alaqadar teklif fikirleriniz olsa albatta qarshi olamiz. Savollarınız olsa ahirgi qismidaroq javoblashtırışımız. Ekranımızda Kerim Ustaz var. Assalamu alaykum, hoş geldin. Aleyküm selam. Qanday ahvallarda cimatullama? Yaxshi, Allohga shukrlar olsun. Ötken her bir günümüz, gelecek günümüzden güzel görünüyotgan bir qarangılık ketiyotgandek bir tügümez balay musibet, eňerak, açık, bir xil rahatsızlık, tupraqның üstünden astı adamga seg'inishliq yoki rahat tuyuladigan bir zamonga sho'ng'ib ketyapmiz ixtiyorsiz holda. Derdimizning yetmagan yeriga Turkiyadan kelgan xabarlarda ba'zan vatandoshlarimizni musibat ichida jinidan ayrilganligi, ya'ni Allohning dargohiga safar qilganligiga aloqador jiqlarninki uy makonsiz qolganligi xabarlar keldi. Biz sosyal medyada taqlayotgan uchurlardan, çöküp ketayotgan binalardan, kişilerning açık anarashlardan yurkimiz ishla qilib bir azaplandı. Nima uchun Müslüman diyarlarda bundaq ishlar ko'p yuz berdi degan shaklda tuyg'u kallamizdan biraz o'tadi ekan. Oldi bilan shu haqda biraz to'xtalgan bo'lsak, programımızın ana temisi Kur'an'dan nazar. Bugünkü hozirgi mezmun itibariyle yani gündem dedikken gün tertipteki meselelerden yer tevrişle alakadar Kur'an-ı Kerim'de kandak bayallar var. Bu hafta biz ne bilen dep bereleyimiz kardeşlerden. Bu hafta bir köngül ortaklık aslığı sakın maksatımız merhamet. Kanıtsızlığı. Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysi joylaridagi hurmatli qarindoshlar, hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Biz shu 2 kundan birisi shu Turkiyadagi musibatlarni anglab yuragimiz og'rib, bugun kuchimizga yetishicha shu Turkiyadagi shu talada qolib qolgan hozir so'g'aqgan uya qarindoshlar kichkina yordamimiz bo'lib qoladi deb bir kichkina kiyim-kechak, oyoq degandek adyo degandek narsalarning o'zini 8-10 xalta qilib olib o'tkazdik. Bu yerdagi qarindoshlarniki hammasiga shuni xabar qilib qo'ydik. Shu yig'iyotgan yerga olib o'tkazib, o'zimizniki bir kishilik insoniy majburiyatimizni ado qilish haqida. Hammamizga Alloh yor va yordamchimiz bo'lsin. Bizniki bo'libmi yordamchimiz Allohdan boshqa bir yordamchimiz yo'q. Endi bu musibatniki yetavrash voqeasi deydi. Yetavrash o'xshash bir o'zi musibat insoniyatga kelishniki sababi to'g'riliq inson bilan bu yetavrashning o'rtasidagi munosabatga o'xshash bundaq bu savollarning o'ziga javob berganda birinchi dunyo yer sharining o'zida endi shamol chiqish, bo'ron chiqish, suv toshqin bo'lish, yomg'ir yog'ish, qor yog'ish, qor ko'chish, tog' ko'chishga o'xshash shundaq har xil o't ofatiga o'xshash shundaq ofatlar bo'lib turadigan bir dunyoda yashayapmiz. Dunyoniki xarakteri ashtaq ekan. Dunyoning tabiatida ash narsa bor ekan. Shuniki birsi yetavrash. Yetavrashga doir Qur'oni Karimda faqat shu oxirgi parda Estaizu billah
İza zulziletil erdu zilzalaha ve ahracetil erdu esqalaha degan şu cümle var. Bu hem de kıyamette bulduğun vakalikini bayan kıldığın bir söylü bolsunmu, lekin yer şarındaki içindeki bir kısım işlarının özüne bir kısım neslerini insanga bayan kılış arkalık yer şarında aşındak bir hususiyet ba deganini düşendirir asasen. Bu neme degan vaqtda yer şarının içinde bir neslenin bağlığı. Yer şarı aşı neslerini çıkarıp etiş basqıçıq kelgen vaqtida yoki o nesle o tarafdan bu tarafga yotkildigan aşındaq bir şaroit bitilgan vaqtida o nesle aşındaq yotkildi yoki portlab bir yerdan chiqadigan aşındaq bir xarakterga ega. Xuddi odamniki nemasiga o'xshash, odamning qo'siqqa o'xshash. Odam bir narsani yevagandikin yo chiqish kerak yoki qo'saq yo'g'naydigan gap, ashunga o'xshash o'zi bir xarakterga ega, shunday yaratilgan bir planet bu. Hem nurg'un odamlar o'ylaydi, bu narsalarniki bo'lishi bizga bir sinoq, Alloh taolo bizga mushuni evatdi, bizga mushuni o'zini, mushuni olib bizni sinab o'tadi deydi. Bundaq emas. Bu Allohniki, hech qanday bu ish bilan aloqasi yo'q. Alloh taolo yaratganli bir nemisi var. Qolgan ishda hech qanday uniki Alloh taoloniki bu insonga uni balay qazo qilib evatadigan holatda unda bir aloqasi yo'q. Chunki u xudo issiqbek bo'lib ketgan vaqtida shamol o'yindan bo'yniga nim qilib issiq energiya nim qilgandan u harakatga o'tgandan keyin shamol chiqarish bosqichiga kelgan vaqtda o shamol chiqarganga o'xshashlar u shu yer sharining ichidagi u narsalar aynigan sari o'yindan bo'yniga yo'tkilish yoki bo'lmaydi bir yerni portlab chiqish o'xshash shunday o'zi ishlar bo'lgandan keyin u yerda yetavrash paydo bo'lgan gap. Hem de insonga tushgan narsa nima endi bu shunday bir dunyoda yashayapmiz. Misol har qanday bir yerda yashasa u yerda bir tabiatda bir narsa bo'ldi. Ya shamoljiq chiqadigan yerda yashaymiz yoki yomg'irjiq chiqadigan, masalan biz Norvegiyada yashadim men 13 yil, 13,5 yil. 13,5 yil yashash jarayonida dunyo bo'yicha eng jiq yomg'ir yog'adigan yer. Bu nimandaq o'z yomg'ir jiq yog'adi deb shu yomg'irni qaqshsak, u yerda nima deydi bizga desa, dünyada eski hava rayı yok deydi. Ulaniki nemizde. Ondak načar eski öze, ondak hava rayı yok. Eski kiyim var deydi. Eski kiyim var. Sen aş kiyimini şu hava rayıga doğru kelgidek halatda, özel yağmur ötmeydigan halattaki bir kiyimni kiysen, o yağmur yağsa hiç qanday uniki sana ta'sir olmaydi. Putun to'nisa, putun to'natmaydigan yaxshi oyoqni kiysan, ya'ni u yerda u putun to'namaydi yani. U narsani o'zing qilsa degan gap mana aytgan vaqtida. Uning chorasini o'zing qilsa degan gap. Xuddi shunga o'xshash bir yerda davomli o'zi bo'ron chiqargan ashtaq yer bo'lsa, uyni shu bo'ronga chidaydigan, bo'ronga o'zi taqobil tura oladigan uy selishga majbur bo'lgan gap inson. Shunga loyiq uy solgan vaqtida bu yerdeki boranda uyimiz uçup ketmeydigan andaq bir holat shakllanadigan gap. Buni Allah bu yerdeki ne sınaq nima degan vaqtida bizning sınaqdan o'tmaslik masalamiz bu yerda. O'tanmaslik masalamiz shu tabiiy ofatning o'ziga loyiqda bir chora qildikmi qilmadikmi? Masala bu yerda. Bizni u yerdan Alloh taolo o'tkazib qo'ymaydi. Dünyada bir yer su basılgan, davamlı deryada su taşkın boludu. Kelkün kelgen vaqtida misal. Ayndaq bo'lganda, qanday qilamiz degan vaqtida bu daryoning qishidan ya boshqa yerga yo'tkilib ketamiz, yoki u yerda terikchilik, dehqonchilik qilamiz, chorvachilik qilamiz, undaq sharoitning ostida qanday qilamiz degan vaqtida u yerga to'g'am selib, o'zimizni suv esib ketmaydigan bir o'zi, u yerga bir to'saq qilamiz. Qilgandan keyin o suv bizni besib ketmaydi, u yerda xotirjam yashaymiz degan gap. Xuddi shunga o'xshash bu yetavrash kelgan jihatchi desa, masalan, Yaponiyada yetavraydi kelmanbek. Aş o'yining o'zini shu yetavrashga chidiqdek darajada soldigan gap. Aytganda so'zlayotdi Yaponiyadan bir o'zi mutaxassisning o'zi, Yapon mutaxassisdan bir so'zlayotdi. 9 bal yetavrashga chidaydi ekan Yaponiyaniki o'ylari. Misol, hatto 10 jiqaroq chidaydi ekan, hech nima bo'lmaydi ekan o'ylar. Odatda. Hem de bir yerge öğütselanlar dese, hükümet ona pul verdi. Pul vergendikin o pulun yerini yan çıkıp seliş için
millatni o'ylamay, bu o'yniki tümünü az ishiltib, nachar narsani ishiltib, azon narsani ishiltib, andaki o'yning o'zini nachar sep qo'ysa, u o'y yiqildigan gap. Odatda. Shuni olib nima bo'ldi desa, u yer nurg'un odamniki o'lishiga sabab bo'ldi bu nafsi balo edi. Qur'oni Karimda Sura Hadidniki 22-oyatida Ma asaba min musibatin fil ardi ve la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika alallahi yasir degan şu oyatning o'zini Alloh taolo musibat haqida şu oyatni bayon qilgan, bizga tushirgan misol. Zaminda yoki o'zalning vujudiga yetadigan musibatlarning hammasi Allohning kitobida o insonni yaratishdan burun yoki o nafsini yaratishdan burun onu Allah Teala kitapta yazıp etken deydi. Kitapta yazıp etken nima degan bo'ldi desa, emtahunni tam besib oladi, semtahunni suv esib ketadi deb yazib qo'ygan emas. Uni nima deb yozganligining o'zini, bu yerning o'zini nima deydi desa, Sura Nisa aşı oyatning o'zini bayon qildigan, qanday yozganligini bayon qildigan oyat ma Sura Nisa'niki 79-oyatida bayon qilindi misol. Ma asabaka min hasenetin feminallah ve ma asabaka min seyyiatin femin nefsik ve ma arsalnake linnasi resula ve kefa billahi şehida. Sana yaxşılık yetse Allah'dan, yamanlık yetse, yani musibet yetse ya ki yamanlık yetse özənin nefsidin. Bu nima degan bo'ldi desa, Alloh taolo her narsaga tadbir elishni, insan onun o'ziga aqlni ishlatishni, uni oldi-keyin o'ylab to'xtab turma o'yini selyaptimi? Bu o'z qanchalik chidaydi? Onun o'zi inson taxmin qilish kerak. Uni qanchalik materialni masalan bo'libmi endi Turkiyada shu unda qishiljiq bir yerga bir o'yning o'zini bir banoni 5 qavat solsa deb hukumat ruxsat versa, to'psiga 2 qavatni qo'ndirib oladi. O 5 qavatga hazırlagan halkı törükülünün özü şu 5 qavatga layık olduğan narsa. Töpsük 2 qavatni qo'ndirib qo'ygandan keyin o törüküm eg'ir keladi. Onun oxirsida bunda yetavergan chog'da o bardosh berolmaydigan gap. Misol, manchilik tumi ishlatsa, o tumining o'zini masalan 100 tonna tumi ishlatsa, uni 80 tonna, 70 tonna ishlatib qo'ysa, o vaqt nima bo'ldi? Ojiz bo'lgan gap. Ojiz bo'lgandan keyin yetaverishilda o vayron bo'lgan gap. Shuni odamlarning o'lishiga sabab bo'lgan gap. Bunun hemmisi nima desa, femin nefsik deganning o'zini ikki ma'nosi bor bu yerda. Birisi yo'lni xato tutgan deganning o'zi, ya'ni nafsning oqsiga kirib, pulning oqsiga kirib, u yerdagi ishlik bo'lgan, o'lcham yetkazadigan narsalarni o'lcham yetmaydigan holatda ishiltib, u narsani o'lchamsiz solgan. Misol, hozir ham Turkiyaga ketib qoldik-da. Öy meselesi kelib qoldi-da, mesela insanlar o'layotganligini devatimiz endi. Bu da shunga o'xshash har narsaga tadbirni, shuning loyiqida olmagan odam yoki olmagan bir o'rinda ashundaq o'zi insonga falokat kelib turadigan gap. Falokat kelib turadigan gap. Yoki uning o'zini insonlar bilmaydi, bilmagandan buni Xudo bizga mushtaq evatdi, Xudo bizga sinoq qildi, Xudo o'zi bir yerdan turib lekin bir insonni o'ltirib o'tadigan Onda bir Xudo emas o. Şu hazırga kadar bizning tushunchimizda tam besilib o'lsa, o'lib ketsa shehid ketadi deb o'rganildi. Ashuna o'rgandik endi. Ben buni Alloh tarafdan kelgan bir sinoq dedik. Undan boshqa Qur'on Karimdagi qissalardan ilgari o'tgan ummatlarning ba'zilarining işte tam besilish yoki yer tevrish xarakterlik, yerga yuttirish xarakterlik bayonlarni ko'rdik. Bu hayatın sizler bu Allah'ınki iradesiyle yakın deyimiz. Bundan hiç neresi Allah'ın bir takdir kılta vermeye diyen nemi yapıp kalımız. Demek ki onun mesela Allah Türkiye'deki edemlerinin ki binasını Allah buyurup olan ya ki emirülen kılvet digin olmaydı demek yani. Ya onda hiç bitlay hata. Neymiş kıdırsa bu Allah ve mellahu bizellamin lil abid. Kur'an'da bunda ayetler cık. Allah özünün bendilerine zulüm kılmaydı. Bu ya turup lekin bir küçük özü teki bir balının özü aşıyor nemeneki tamның arısa
ana söl birge tam besöptü. Ama bütünley besömgan boz gerek bir yuçuk bir yer turuptu. Aşağıda tuğulup da balının özü. Bu balının neyim günahı var? Onun oxşaş mesela 1 yaş, 2 yaş, 5 yaş, o nurgun balı ölüp ketken buluş mümkün. Bularning neyim günahı var? O sınak derecege o bir mükellef derecesiga yetmegen ballar. Misal. Bize de Allah'ın emrine boysunmaganligimiz tüpeyilden başımıza bala kaza geldi dep işte düşünüp geldik yoki ügünüp geldik de hatta bazen hadislarninki yoki bizga keltirilgan ibretlik hikoyalarning mazmunlarida bir yerdagi insonlar orasida shunaqa yomon fitna fasod og'ib ketgan chog'da u yerdagi yaxshilarni yutib ketadi, yomonlarni yutib ketadi. Hammasini yutib ketadi, oxirida yaxshi ishlar bilan yomon ishlar bilan hashir qilindi deb shunday o'rganildi qandi. Ammo hozir sizlardagi Qur'oni Karimda bundaq nima yo'q dedilar. Qanday tushunishimiz nerede xatolashyapmiz biz? Bu dünyada Allah Taala yaratib bo'lgandan keyin, insoniyatni yaratib bo'lgandan keyin, uning eng oxirgi bergan ne'mat nima bo'ldi desa, Allah Taala insonga ko'rsatgan yo'l ko'rsatish uchun avaydigan kitob bo'ldi. Qur'onda "Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islama dina" dedi. Aşağıda Qur'onni avat bo'lgandan keyin Allah Taala barliq ne'matlarni, yani oxirgi Qur'on qilib qolgan, şu Qur'onning o'zini berib etib, bütün ne'matni tamomlaganligini Allah Taala e'lon qildi. Oldida hech qanday bir insonga Allah Taala bir zulm qilgan yeri yo'q. Mesela bu şunday afet bo'lganmi tarixda desa bo'lgan. Nuh alayhissalomning zamonida afet bo'lganmi? Bo'lgan. Nuh alayhissalom nima ish qilgan edi? Nuh alayhissalom aşağıda kemini yasab, şu baladan qutulish uchun, şu musibatdan qutulish uchun kim yasab ajr qilgan şu yerda. Yusuf alayhissalom zamonida nima bo'lgan? Yusuf alayhissalom zamonida ocharchilik bo'lish ehtimoli bo'lgan. Bir o'zi tushuniki sabab bilan shunday bir ocharchilik bo'lish ehtimoli bor. Yusuf alayhissalom shunday bo'lishi mumkin degandek ki, shuning qarta tadbir olgan, tadbir erish orqali o ocharchilikdan qutulib qolgan. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın otuk taşlayımız degan vaqtda Qur'onni şu otuk taşlagan deydi Nurg'a adam. Otuk taşlagan emas İbrahim Aleyhisselam'ni. Qur'ondagi boshqa yerda ashunday bir oyat borki, İbrahim Aleyhisselam u yerdan chiqib ketishga Alloh taolo nima buyurgan. İbrahim Aleyhisselam asla u yerdan chiqib ketgandan keyin u o'zi o'tdan kuni bardan va salama degan oyatning o'zi ashunday yotadi. Qanday bu o'tning degan xarakteri odamni ko'ydirish, o'tning xarakteri ko'ydirish. Hem de İbrahim Aleyhisselam o bir insan olsa onu kadak köydürdü. İbrahim Aleyhisselam uya kirmegendeki köydürmeydi onu. Hem müşahede hazır bizge de möcize karakterlik, tesirlik nimene var da, bayallar var da, bizim yüreklerimizde dağıldıran, gözlerimizde nemdeydiğen, Allah'ın ki gayvanı, möcizelerini temel kıldırdıgan örnek, misalın bize İbrahim Aleyhisselam'ın o köyü bir geldi ki, yani bize İsmail Aleyhisselam'ınki boynuğa bıçakını sürse bıçak ötme geldi ki. Hem bu bunda oylasak normal aklımızda akıl kötemeydi ama bunu möcize degandeki ağzımızın yumumuz hem de. Hazır sizde bunu bunda emes bu dedi andı. Çünkü bu Kur'an'da nazar degan programda biz aşı ilgili hata ünvagan nurgun neslerimiz hakkında kayıt karab çıkışını plan kıldık. Bugün nime sebepten iki mezmun çıkıp kaldı. Aslında her bir mezmun üstünde ayrım toplayışımız lazım da parayımız hem de. Elbette. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'dan kıssaları aldığımızda kilişi inek dersliklerimizde. Bugünkü mavi tim itibarıyla çetnep ketmez güçün olmuş. YTV meselesinde bayat nasıl dedi ki bu onda yermi bir bizge okşaş normal canlılık ola, onun özünün içki organizmlarda aynı almışıdığan katlamlarda yer alakı yürüşüdüğün aşağı hususiyet var diye düşünüyorum da. Bu yerin özde mesela yerin asıl nefret gaz ne gerek var mı? Hazır hemmemiz bilmez onun özünü. Mesela şu gazın özü bir yere sıkışıp o nefret bo'lgandan davamlı o gaz aynıydıgan gapda. Aynıgandan bir yere sıkışıp kalgan vaqtida o nima bo'ldi desa, andakin o çıkış yolunu izleydigan gap. Yoki boş bir yerni izleydigan gap. Çıqanmasa bir yerden o hozirgi Turkiyadagi Yetevriga yaniki ostida 7000 kilometr ostidagi midirlagan narsa.
Demek o nersin o gazın töpüsü 7000 kilometre kalınlıktaki bir tuprak var diyen gap. Onu bir gazniki teşik çıkışı onda oңай toxtamaydigan gapda. Şu vaqt qana qildi desa, yani boshqa boshliq yerga u onda nim qilib u yerga oqadigan gapda u. Qilgandan keyin u yer ashyadan tavraydigan gap. Qur'onning o'zida bi anna rabbaka awhalaha degan oyat nima desa, bu yerda ziminga Alloh taolo ey zimin endi qo'sqindagi narsani ayniga chiqa ya ayniga mayniga mangdu deb vahiy qildi degan gap emas. Bu yerdagi vahiy nima desa, Alloh taoloniki aş nimani yer sharini yaratgan chog'da ashunda xususiyatlar yaratganligini ifodalaydigan narsa. Shuni ayet evvalalarını ifodalayapti-da. Shuning uchun nima degan vaqtida bu bir odam ziyon tasimi Xudodan ko'radigan yoki biz o'lib qolsam Xudodan ko'radigan, bir yerni tushib ketsin Xudodan ko'radigan bu Xudoni jinoyatchi qilmaslik kerak-ku. Bu yerda o'ziniki shu ishni to'g'ri qilmayotganligidan. Qanday qilsa ibrat olish kerak. Masalan 99-yilda nima Turkiyada yer tevratdi. Yer tevrab 100 minglarcha odam o'lib ketdi İstanbulda tevrigan vaqtida. 100 minglarcha odam o'lib ketgan bir davlatning o'zida ham u o'yining o'zini undan keyin sog'andan keyin u yer tevrashga mutlaq o'zi birlash shaklda ibrat olish kerak undan. Har qat masalan bu tarixda o'tgan nurg'un o'zi kofirlarniki halok qilinganlikni Alloh taolo bizga so'zlab oxirisi nima deydi shuni? Fa'tabiru ya ulul albab, fa'tabiru ya ulul absar deb xulosalaydi shundaqmi yoki? Xo'sh. Siz ashundan dars chiqaringlar degan gap ham shu. Masalan, Adi qavmining o'zi qattiq yomg'ir yog'di. Shu yomg'ir bilan ular butunlay o'zi ashada o'ldi deydi. Bu nima degan gap desa, o qattiq yomg'ir 7 kecha kunduz yomg'ir yoqqandan keyin shoqirab yoqqandan keyin u yerda o suv ichidimay o'ylari butunlay o'ydim beshiq tushib o'lgan gap bu yerda. Hem onun özünü hazırki vaqtda diyorsa 7 gün emas 700 gün yağmur yağsıma ötmekdek derecede öğünü sağlığı boludu. Hazırki vaqtda. Bu tedbirini kim kıladıysa Xudayım asmanını biz öğütüşürpeymaydı. Biz şundaq neyse ötmeydiğen öğünü bu yer şarında salalaydiğen imkaniyet akıllık ege biz insanlar yani. Çok bir yer Kur'an'da ne deydi dese? Kur'an'da ma asabeke min musibetin nime? Ma asabe min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum illa fi kitabin qabla an nabraha deganning o'zi biz mushuni insonniki vujudiga yassun bir musibet yoki biz og'rib qolayli masalan og'rib qoldigan putqulimiz bir yasundigan bir voqelik bo'lsa yoki zamindan keladigan bir musibet yetsa u nima insonni yaratishdan burun biz uni yozgan deganning o'zi İnsan aşırı doğru tedbir almasa o insan özü aşırı ne melki bu musibet onu yedidir yenge. Ma ikinci ayet şunu bayağı vardı. Yani Kur'an-ı Kerim'de yani özü وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِكُمْ اِلَى التَّهْلُكَيَ diyen ayetin var. Bu ne diyen bu olur ise halaket gözlerini taşlamalı diyen gel. Halaket gözlerini taşlamalı diyenin özü bir adam tadın özünü eteş ya ki ögüsün özlerini aslan bulmayı diyen gelmez. Digenlik yapamaz. Umuş şu halaketinin içinde velikin özlerini korktuğu dek bir nersini kılışın. Yani özlerini korkutuşun gerek diyen gap nasihat kahvaltıda. Bunu korktuğumuzdan Allah Teala belgen aklını işletmegen bolursa şu vaxtda o musibetini özen keltirgen bolursa sen diyen gap. Yakında İngilizlerin yaşatkan devlette o değil mi? Şeyh'ten bizse başka gayrdinliklerden münazirleşip gelip nahmeyden zahir işgellik to'g'risida bir nimani oldi xabarni. Zahir ishchi buna bismillah deb ishsak biz ziyon qilmaydi deb ish berib ishim bo'lmaganlik xabarlarini anglab. Bu suv ichgan yangi zamondagi mo'jizaga. Suv ichgan o'xshaydi. O zaharning xususiyati, zaharning xarakteri odamni o'ldirgan narsa u. O hammasi bu yerda chashqan darisidan beri yeb baqsin, ko'gilni ko'rdi bidamchida. O halqa shu suvni ichib o'tdi-da u. Undaqda bu meselede mesela ben Gollandiyada biz kelib ben hayran kaldım da o'ng tarafim qaysam 5 metr egizlikte bir yaqin var. Sol tarafimiz qasak 5 metr cho'nqurlik degan bir yaqin bor desak, ayandagi eriqdimi liq suv var, mayandagi eriqdimi liq suv var da. Yani bu
bizden dehalarımızı dep bersek, vatandakilik desek tasavvur kılamaydı. Aklı yetmedi. Qanday qiladigan o dedi. Ondan denizden kimi keldi o? Denizden 6-7 metr pes ma'nın zeminini yani. Denizden kelgan kiyip şoň paraxutlarni bak miyaga kirishdan ilgari ikki tarafdan ikki taqoq yasab qo'la. Mayanga bir taqoq, va bu davlat ichki tarafiga bir taqoq, dengiz tarafiga bir taqoq yasaydi ekanda. Dengiz tarafdan kelgan paraxutni o'tkazishdan ilgari dengiz tarafdagi qapqoqni ichida ekan. Ichib etgan ekan, qapqoq kelib, davlat tarafdagi qapqoq kelib, suv egizlab chiqadi ekanda, dengiz bilan tanglashadi ekan. Dengiz bilan tanglashgandan keyin kemini aydab ichirdi ekan bo'lgining ichiga. Ekket bo'lgandan keyin endi dengiz tarafdagi qapqoqni taqoqni ekanda. Taqoq taqotib, endi mayan tarafdagi suvni asta qo'yib bergan chog'da kiyimi pastlab, yaqin bilan, kiyimi turgan yerdagi yaqin bilan, davlatning ichki tarafidagi suvning tangligi, nima, egiz pastligi tanglashgan chog'da endi qapqoqni ko'tardi ekan, o'tib ketdi ekan. Su boshqarishda ajoyib, butun shu dengizni cho'rdab, mana delta deb qo'ydi bular. To'sma yasab chiqibdi. Har nurg'un nima bilan iqtisod sarf qilib, aşağıya nima qiladi, sabab qiladi. Chunki 50-yillarda deyman, bir o'lkani butun suv ketib, 10 minglarcha odam o'lib ketgan ekan. Shundan keyin butun davlatning cho'ng projesi qilib, aşağıda dengizga bir to'sma qilib o'tdik. Shu dengizdan cho'nqum ya Niderland degan so'z pasya, ya'ni o'yman ya degan shaklda ma'no chiqar ekan asli. Ya'ni bo'shida shunda kontrol qilibdi. Yomg'ir degan o kadar yig'ib ketadi, nega qarasak, yomg'ir turib qolgan yer bek oz. Mana patqoq kechadigan yerlarimiz tuzuk yo'q. Hamma yerda yomg'ir cho'qim suvni singib ketadi yerga. Qanday ekitadi, uni shu pompalar bor deydi, hamda suv ishib ketib qolsa, pompada sho'rab dengizga atadi. Pastak qilib qolsa, taqab qapqoqni ichib, tang shayda mujna ilib mangadi ekan. Hamda Saudiya Arabistonda har yili Mekkada hajga borgan insonlarningki, hajlarning ba'zan yo'l yig'inida afat kuch qilib o'lib ketgan ahvollarini anglab turibmiz endi. Shu suv kelsa hamda leylab ketadi ekan endi. Echaksaga yer yo'q. Nima shunday qildingiz desa, chunki davomli yog'amdi bu yomg'ir deymish endi. Shu gimimizni olg'ish endi. Ya'ni agar bo'qqas shu degan tadbirlarni ilib, shu nimaning oldini olgan bo'lsa, tayyorliklarni qilgan bo'lsa, bu musibatlarga duch kelmaydi degan narsani, ya'ni xuddi Qur'on Karimga ishonganda ishonishimiz lozim ekanda, hisob qonuniyatganda bu. To'g'ri shu. Chunki Alloh taolo bu aqlni bekor bermadi. Dunyoning ishini Alloh taolo Qur'on Karimda inni ja'ilun fil ardi xalifa dedi odamni yaratgan vaqtida. Men yer yuzini boshqaradigan bir maxluqni yarataman degandan keyin bu yer yuzini boshqarish uchun uningga boshqaruqdek aql bo'lish kerak, aql bor. Bu aqlni to'g'ri ishlatish kerak bu yerda. Misolda to'g'ri ishlatish kerak. Masalan, Angliyaning o'zini suv unchalar nima halqi yomg'ir yog'maydi ochiq. Suvi sal tuzliroq, o'sha dengizning suyini shu nim qilib, tozalab, andaki ishlatilgan bo'ladi. Ashuni ichaverdi, hech qanday bo'lmaydi. Ikkita darajada qilishni. Bu dunyoda inson qilolmaydigan bir ish asla mavjud emas, ammo qilmagandan keyin u ish ashunday o'zi nim qilgan gap. Buni bizda tabiat qonuniyati deb o'rgandik kitoblarimizda. Tabiat qonuni. Ya'ni Allohning mushu yer yuzidagi maxluqotlar qatorida mushu zamin va havo qatorliq nima bo'lsa bo'lsin, har qanday shayni yaratganda shuningga ashtaq ba'zi xususiyatlarni bilib bergan-kunda hisobda. Shu narsa shu yerda bor deyilsa, agar o zaman xudolikma işte agar ishlab shu deb uni bir og'amsiz bog'lab, jiroqlab aylanib manganga o'xshash ehtiyot yuzidan uning oldini olish kerak ekan. To'g'ri. Undaq bu yerda hech bir Allohning siniqi deyish nimamiz yo'qmi, haqqimiz yo'qmi? Allohning siniqi deyishga haqqimiz bor. Ammo Alloh qildi deyishga haqqimiz yo'q. Allohdan keldi demaymiz. Allohdan keldi deb Allohga unda haqorat qilib yoki Alloh turibligin bir insonni o'ltirib atadigan, insonni beshiga bir baloni avatadigan, bundaq bir Xudoni tasavvur qilish bu xato deganga. Alloh shunchalik mehribon bir zotning o'zi turibligin Turkiyaga u baloni avatib nima? Ba'zida moy gunohi chiqibga
Günah degende günah o bir balanın kelişine sebep olmaydı bu dünyada. Evet. Günahın cezasını o dünyada tartılgan gep. Günah bu yerdeki günah neyme degen vaqtda? Günah aşinasiga qarshi tadbir almaganlik günah bu. Sınavada degenin özü mü muşu näsi şu. Aşı bizge davamlıq bizge balay afatını keltirip atqan bir näsi ba, davamlıq aşı yata öğrenişini tadqiq qildigan adamlar Türkiye'deki vaqtda o adamlar tüzük uxlayamaydı. İstanbul'da manç bal yata öğrenişi mümkün, 8 bal, 9 bal yata öğrenişi mümkün de qızıl sızıqını çıkarıp aşı adamın xatirjam qilmaydi ço. Xatirjam qilmaslikdan qilmagandan u yerga şunu chidaydigan o'yning sasi bo'ldi. Artıq nima bu yerda hamma odamni xotirjam qilmaydi-da, ashunday nima qilyapti. Hozir İstanbulning o'zi 9 bal yata o'raydi deb, İstanbuldagi bolalar ish qilib boqchimizni tugib tayyor qilib turadigan gap ayda. Maholat turadi endi. Bu to'g'ri emas-da, bu davlatning qotgan ishi qanday ish? Misol. Ya insonni biraz nima qilib tavrashi nimaroq bo'lgan, hozir tekshiruvga asos bo'lgan ekan, ashunday yerlarga muvofiq mesela Angliyaning o'zida 3 qavat, 4 qavat uy soladi. O'sha Londonning o'zida, dunyo dağlıq bir shaharning o'zida, bizniki o'sha uyning o'zi 3 qavat. Bunda 3 qavat uyning o'zida yataversa ana uyni oldiqlar. Yo'lga chiqib olsak, tushib ketsam odam 5 tushmaydi. Bu nima ziyonmi az bo'ladi degan gap. Bu Türkiye'deki tupurgu degende maqaqnikidek odatda 3 nima? 3 chiqadi. 3 mıcık çıkıdı. 65 milyon adam yaşayır bir yerde, Türkiye'de 85 milyon adam yaşasa, demek ki o 20 milyon 3 parça çıkıdığın bir toprakның özde, öyle sel, bunda 15-20 qavat sanmay, töven sahası oldu, 3 qavat, 4 qavat sahası oldu. Şunu o çıkınma az olduğun gap. Undaqda bu meselede Allah'tan bitaqdir qil tavrimaydi degan meşhur sözden qandaq? Elbette Allah'ın iznisiz qil tavrimaydi degan gap 100% to'g'ri gap-da bu. Bu nima degan vaqtda Allah Taola'niki tabiat yaratib qo'ygan shu qonuniyatning o'zi qonuniyat to'g'ri kelgan vaqtda u narsa bo'ladi degan gap. Misol men bayatni degan o'xshash yer şarının içinde şundak neslini kılıp yarattı Allah Teala. Onu insanlar işletsin de. O Türkiye onu çıkarıp işletemeyecek, o nes aynı yetevreyden gap. O tevret baskıçık kege vakit tevreydi diyen gap oldu. Kıl tevreydi. Şu ölçem yetke vakit tevremeye kandak kıldı misal. Bunu aşındak yaratkan diyen gap. Mandak bir ihtimallik var mı? Bugün mesela aldığın dersimizde biz dinleyip ötüp gittik. Avazdan, hususiyetlerden faydalanıp durup, tamның kendiki avazga, tamның mayan tarafında, ya tağının mayan tarafında durup, mayan tarafki bir avaz taqıtıp, ayan tarafki avazdan, deyimiz, avazlık bomba değil. Mayanda attı onu, ama avaz dolqunu təvriniş nisbetiyle, mağla kulaklarına bir qana qılıp, müdafiə edip durup atkan bolsun mu? Atqandıkken özüge işim olmagan bilen yan taraftaki etrafıga ta'sir ko'rsatadigan doiradagilarni egzpress qiladiganligini deyishdi qo'yatganda. Hindiston bilan Xitoyning o'rtasidagi chegara to'qnashuvida bu masalaning sinoqdan o'tganligini ko'rdik haqiqatlarda. Acaba bu yer tavrishda bugun zamonaviy taraqqiyotlar eshib ketdi. Boshqa bir kuchlar yoki texniklar orqali ashunday yerni şu şekilde mesela yer devritiş hadisini payda kılalamdı. Onu endi men a sahardagi unda bir iznishlerim bo'lmagandiki uni aniq bir narsa deyman, lekin insonniki kuchi yoki shu ilm fan shu darajaga yetgan taqdirda qila oladi. O ehtimolli bor. O ehtimol bor. Nima uchun degan vaqtda Adem alayhissalomni yaratishdan burun yer shari paydo bo'lgan vaqtning o'zida uranium degan narsa bo'lgan. Masalan, shu vaqtda bordi. Adem Aleyhisselam ta ki 1940 yılga yaşlik o atom bombasını dünyada yasap bakmagan hiç qanday bir yer. Neçe milyon milyar yıldan birisi yasalmagan narsa. Onu keyin Amerikada anın o'zi tadqiq chiqib onu yasagan ekan, u yerdagi bir qatimdan neçe yüz ming odamni o'ltirib atgan bunda bir kuchli bir narsani ijod qila oldi-da.
Hem yerning ostida shunday bir narsani o'zi sinab qilib qolsa, balki bu shunday yer tavritgan ishlar bo'lishi muqarrar endi u. Cho'ng kuchda u. İlgili mesela vaba taqaldı dedi, xalqarada Peygamber devrinde vaba taqaldı deb nim qildi. Hem keyingi kunlarda bu korona virusi deb Xitoy virusi dunyo taqalgan chog'da buning tajriba xallardan chiqqanligini va hatto ba'zan kuzatuvchilar atom bombasi bilan şu virus bombası işkilisine tang başlaganligini bununla yapılışını ama atom bombasını avval icad qilib qolganlik uchun atom bombası ishlatib kelganligini agar virusni avval icad qilgan bo'lsa virus qo'llangan bo'ladi degan shakldagi iddialarni ilgari surdi ekanimda endi undaqdan shu suiqasd bo'lish ehtimolligimi bor faqat ojiz bo'lganligimiz tufayli kontrol qilolmaganligimizdan bunun bir aqlimizning bibuchiga olib qo'yib turlar chunki inson bu dunyoning qonuniyatlarini yeshib olganlar uchun har nimani ehtimolli bor ekan nimaninki subhanalloh atomning bombasini asli bomba deb yasmidi aslida bundan bir energiya chiqaraman deb yasadi ammo yomon odamlarning qo'lida bombaga aylandi balki bu yer sharininki yer tevrashga aloqador qudrat ya'ni bu xil texniklarni yana boshqalar foydalanib qilish ehtimoli bilan bo'ysundirib olgan bo'lishmi ehtimol ehtimol xo'sh undaqda bizga keldig'ini shunga munosib shaklda qarshi tura oladigan xuddi keyin kelganda qurilishlarimizni shundoq mukammal ko'tara oladigan shaklda yasashimiz lozim bundan boshqa yo'l yo'q to'g'ri shunday qilishimiz lozim shu vaqtida biz o'zimizni qutqazgan bo'lamiz halokatdan shu balay qazodan iborat shu sinoqdan biz o'tgan bo'lamiz Allohni aldama sinoqdan o'tgan bo'lamiz bu yerda o kichik vaqtimizda bir hikoya bo'lgan yer tevreş hadisini tushuntirib kelib yerning tagida markaziy bir kala bo'ldi ekan kalaning mungizidan yerib ketsa yana bir mungizdan og'iz orliqda yer tevrab ketsa ekan deydigan bir gapni anglaydigan chiqanda u hamda bir fantaziya gap qo'yamda agar yaniki hammasi mandaq tevirgan bo'lsa u vaqtda boshqa gap hamda yani maya tevirganning o'zi demak shu yerdagi elementlarniki harakatlanishi orqali tevirganligini bildirdi ichki harakatlanishgan undaqda undaqda yer tevrash bilan uning ustidagi yashayotgan insonlarning aloqadorlik yani bog'lanishlik tarafi qanday bo'ladi masalan zamonga yaxshi muomala qilgan bo'lsa zaminni undaq qilmaslik mumkinmidi bayatdan siz dediki buni ichki energiyani kontrol qilib yoki foydalanishga badi ammo foydalanmagan bo'lsa ba'zi yerdan tepib chiqaradi degan shaklda to'g'ri shunday bo'lgan chog'da shu ustidagi inson bilan yer ikkisining bog'lanish tarafi bo'lishi kerak ya'ni inson shu yerga yaxshi nima qilmaganlik uchun ya'ni yaxshi boshqarolmaganlik uchun xo'sh bundan keyin kelib chiqqan narsa deymiz buni bo'lmasa bu inson bilan bir urug' tuqqandek narsa bu balay qazochi biz tug'ilsak u narsani tug'ilib tayyor bo'lgan narsadaki hem biz şunu birga yaşaymiz, yaşagandan keyin mutlaka aşınıngı bir çağrının özüne kulğumuzun beşimizin bir tarafida aşı narsa bo'lish kerakda. Misol, bir qatim bo'lmagan bo'lsa, u vaqtda bu yerda bo'lmayapti deb sal bexud yashasa ma'qul deymiz endi. Lekin bir qatim emas, ikki qatim emas, bu Osmanlı zamanında shu 40-50 kunda hamda yo 2-3 oyda hamda yer tevrab to'xtamagan bir zamonlar bo'lgan ekan-ku, nurg'un odam o'lib ketgan shu vaqtda. Bunda qishlar Turkiyadan boshqa yerda nurg'un yerda shunday o'zi ofatlar buluqliq. Ammo uningga loyiqida tadbir qo'llanish yoki bo'lmaydi shu narsa qattiq bo'lgan yerdan sal o'zi jirg'aroq yerga urilishish bu o'zi insonning qo'lidagi narsa. İnson uni qila oladi. Uni qilmay turib lekin buni Xudo qildi deb Xudoga otib qo'yish o qamlashmaydi. Xudo insonga faqat rahm shafqatdan boshqa hech qanday bir narsa qilmoqlik. O zemin ustida yashayotgan insonlarning sodir qilib qolgan, bilib bilmay o'tkazib qolgan gunohlar sababli yer tavrash nimasi yo'q, ehtimollik yo'q. Yani onun o yerin aslındaki o nefret, o gazın nima aloqasi bor? O odamlar ya o
Dünyada Yamanbek öz jiq jinoyatni qilayotgan vaqtda u narsani aynitib o'tamasa u narsa o'zi tabiiy holda aynaydi. Misol hozir musulmon mamlakatlarda bo'lyapti bu ishlar. Ham nurg'unlar deydi, biz ashu Allohniki ahkomlarini to'liq yaxshi joyda ijro qilolmaganligi uchun bu bitarab to'g'ri bu gapchi. Nima qilsa yaxshi ijro qilolmaganlik sababidan bu ish bo'ldi deganning o'zi nima desa, kallasini ishlatib shu narsani to'g'ri kontrol qilolmaganlik apasak bu to'g'ri. Lekin biz namozni joyida o'qiy olmay, ro'zani joyida tutolmaganligimiz uchun Alloh taolo bu baloni bizga berdi degan gapning o'zi xato. Okay. Endi bugünkidek müştaq beşimizga kep bo'ldi bu xafalık deydi. Endi biz bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan üstümüzde yüklengen nima ish qilishimiz kerak bu vaqt Qur'onda qanday belgilanmalar yoki ko'rsatmalar berildi. Endi biz musulmon bo'lish bilan emas, asli inson bo'lish sifatimiz bilan xo'sh. İnsan bo'lish sifatimiz bilan bu yerga bir insonlik nuqtasidan o'zimizning qo'ldan qanday bir o'zi yordam keladi endi. Bu bo'lgan ishni kesh so'zlasakmi, u oxiri yanmaydi. O'lganda o'ldi, qolganlik qoldi. Bu yer qildigan narsa nima degan vaqtda bizni qo'limizga keladigan qo'limizdan kelishchi qildigan yordam. Agar ashuyaga berib, ashu bittal toshni mayliq elib, hokazo qila olsak, qilsakmi, u nihoyat go'zal bir ish bo'ldi. Bu yerga berib olmasak, hozir turklar butun o'zi dunyoning har qaysi joylarida bor turklarning hammasi ashuyaga bolalarning kiyim-kechak, hatto pampersni tortib, hattoki tomoq yetishmaydi ashuyaning o'zida deb, o'sha yerdan makaronga o'xshash narsalarni so'rayapti. Odatcha. Demek qo'limizda bo'lsa, ashunday yerga 40 koy, 100 koy, bo'z uningdan jiq bir o'zimizniki tashvetish tegishlik emas. Bir normal kiyim-kechaklarimizni, misol bolalarning misol normal kiyim-kechaklarini kiyilmagan amalni bercha. Bo'z kiyilgan bo'lsa, misol oz kiyilgan bunday narsalarning o'zini olib bersak, ularning bolalari hozir o'sha yerdan chiqqanligini ko'ryapmiz. Qayıqıptı ölgen üstüne tepmek degandek. Ay yatavrisi yatavra vaqtga qayıp ularniki o texinbek qiyinchilikni qotgan gap. Demek bu vaqtning o'zida bizning normal yaxshilik qilib oladigan bir fursatimiz-ku. U fursat davomli kelmaydi. Bir odamning ehtiyoj davomli tushmaydi. Ehtiyoj tushgan vaqtda inson o'zini bilish kerak, o'zini bir inson bo'lganligini his qilib, men shunday bir ehtiyoj tushibdi. Muşun qo'limda kelgan bir yordamni qilay. Deyish lozim. O pul degani shunday hayotda qashlaydigan narsa. Bizniki bu nimaga endi bu ofatga bizniki qilgan muomalamiz nima degan vaqtda hozirgi men degandek qo'limizdan kelishicha yordam qilish. Xo'sh, bu ofatga aloqador bir ikki savol so'rabdi. Masalan, ba'zan ayetlerini keltirib qilishimiz osmondagi zotning yer tevrigan chog'da sizlarni yerga yetkazishdan qo'rqmamsizlar degan oyatni qanday tushunamiz? Surmulk 16-oyat deydi. U osmon u zotniki yer yuttirib o'tishni sizlar qanday nimda oyatni o'zingizda? Ya'ni osmondagi zotning yer tevrigan chog'da sizlarni yerga yetkazishdan qo'rqmamsizlar deb Surmulkning 16-oyat ekan. Bunun o'zi yer yuttiryapti degan gap emas. Siz Allohdan qo'rqinglar degan gap. Bunda yuttiryapsizmi, yuttiryapti oladi degan ma'nodagi gaplar bu. Ammo Alloh qiladi degan unda Alloh ayda yuttiryapti degan ma'no chiqmaydi yani. Bu alqi nima bu oyatning o'zi? Surmulk 16-oyat ekan. Yozaylik usta. Mulk Hemme günahını Xudoga atıp ögünüp qo'ygan odamning deyotgan gapi bu. Endi bizga cho'nglar shunda tushuntirib kelganlik uchun bizga tushuntirilgan diniy nimaninki sifatida qo'rqitish degan narsa hali nimani oladi-ku? Hali cho'ng bobni oladi endi. أأمنتم من في السماء أن يحسف بكم الأرض فإذا هي تمر. Siz şunu xatircem bo'lib ketamsizlar, menda yutqizib qanday qilasizlar degan
Nima bunun özde Allah Taala eğer insanı aşında kılım dese kıvatalaydigan kuş kudurtu var degan gapning o'zini bildirdi. Ammo kıvatıdı degan gap emas o. Qur'onda bunday oyatlar yomon jiq. Ama onu Allah Taala mushunda qildi, biz ashunda o'zi jinoyat ishlasak mushunda qildi deb tushunib olish xato. Asli Xudoga bo'ysunmayapsizlar, Xudoning qonuniga bo'ysunmayapsizlar. Agar Alloh taolo qilib desa, sizni mushunda yo'qlik qilib olaydi, yak yutqizib olaydi degan o'zi Allohning qudratini namoyon qilib, Alloh mushunda qudratli bir zot degan bunday ma'nodagi tushundirilayotgan narsa. Yani aşina düşünüşümüz lazım yani. Aşina düşünüşümüz lazım. Eğer o'zi onu Allah aşında qiladi deb tushunish o xato degan gap. Qilalaydi deb tushunimiz, qiladi deb. Qiladi demayman. Nima uchun degan vaqtda hozir dunyoda shunchalik jinoyat ishlayotgan, kunda odam o'ltirayotgan davlatlar bor. Xitoy deyli misol. Hech bir gunoh yo'q. Milyonlagan Qur'onni ko'ydirib, milyonlagan musulmonlarni o'ltirib, necha 10 minglagan meshitni chiqib, begunoh qizlarning o'zini bosqinchilik qilib, shunday o'zi zulmlarni qilayotgan bir Xitoy bor edi. Uning nima bo'lib shu vaqtda Xudo kuch yetmay qolibdimi uningga? Bunday bir ish yo'q. Agar Alloh qilim desa, ashunda kuch qudratning egisi o zot uni qila oladi. Sen ash Xudodan qo'rqishing kerak degan gap. Ammo u qilyapti, sen shuni qilsang, meni qildi degan gap emas. Şu ayetning, demak shu surning 17-oyatini nima keltiribdi bu qilishimiz. Amintum men fis samai an yursila alaykum hasiban fasata'lamuna kayfa nazir. Uyg'urcha tarjimasida endi yoki osmondagi zotning sizlarga tosh yog'dirishidan qo'rqmamsizlar. Sizlar azobni ko'rgan chog'da mening ogohlantirishimning qanday ekanligini, ya'ni haq ekanligini bilasizlar. Debdi. Yani shunga o'xshash, ya'ni bu xil oyatlar shu Allohning shunda qiladiganligi emas, qila oladiganligini tushuntirib turdi, deb tushunsak bo'lgudek. Shunaqmi? O nurg'un yerlar misol yudillu bihi man yasha va yahdi bihi man yasha o'xshash nurg'un oyatlar bor-ku. Bu nima degan gap desa, agar xolisa Alloh taolo ashundaq o'zi insonlar to'g'ri yo'lga yetaklay oladi, xolisa xato yo'lga yetaklay oladi, unda kuch qudrat bor degan gap. Ammo Alloh taolo bir insonniki o'zi kallasiga kirib turib, uni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan, yo xato yo'lga yetaklaydigan bunday ish Allohning ishi emas degan gap bu. Uni yetaklashni qanday yetaklaydi Alloh taolo? Kitob orqali yetaklaydi. O Allah'nınki kudretini, cheksiz kudretini apırıp, o halkı anı andak kılıdı, manı mandak kılıdı, dep halkı burunqı, onunla işinde adamı kalmadı hazır vaxtıda. Ondak nesige ne kılış o hata. Tamam, bu timiden öteli, bizden aslındaki dersin. Bunun bu timide şair kelimeleri kelgen, eradi kelimesi kelgen, nurgundan ayetler var. Aşı mezmundaki nemege bir gün olturuşumuz gerek. İnşallah. Tamam. Biz keyinki nimaga o'tildi? Dinning mohiyati va maqsadi haqida biroz to'xtalib o'tirishlarni umid qilgan. Chunki yaqinda bir mashhurlardan birisining demokratiya bir dindir degan bir mavzusini ko'rib qoldik-da. O'ylanib qoldik. Unda bo'lsa Xitoyning qilayotganimi sotsializm bir dinmi degan o'xshash atrofimizda dinlarning orasida qolgan bo'ldi ekanmiz o'sha chog'da. Shunga din deganni Qur'onda yoki islomning yoki Allohning maqsadi bo'yicha dinni nimani din desak bo'lar degan bir din haqida qayta bir qarab chiqishga zaruriyat bor ekan deb o'ylab, shu dinning mohiyati va maqsadi haqida Qur'on Karimda qanday bayonlar bor, shuni bir vaqtda anglagan bo'lsak. Din aslida din deganniki uqumi nimani ifodalaydigan narsa o desa, din deganni ilohiy kuchga ishonishga asoslangan, bir ilohiy kuchga ishonishga asoslangan bir ijtimoiy ideologiya. Buni din deydi. Shu anglaganlar ko'rsin, kitoblarni aytib, uning ostida ilohiy kuch bor.
yani bir narsani iloh deydi, misol, shu ilohiy kuchga asoslangan bir ideologiyaning o'zini, uni tegi ilohiy kuch tutishadigan. Mayli o'zi qanday narsa iloh desin, shuni tutishadigan bir narsaga e'tiqod qilish, bu diniy e'tiqod yani degan gap hamda. Bu yerdagi masalan demokratiya deymiz, u kommunizm deymiz, u hech bir zaman ilohiy bir kuchga ishonishni asos qilmaydi. Bu bir tuzum o. O tuzum bilan dinni o'z ayrilish kerak bu odamlar. Din degani birinchi tushunish kerak. Uning tegi ilohiy kuchga ishonishga opiradigan narsa, din. Bu demokratiya degani biz yashayotimiz demokratik davlatda. Falan narsani sen iloh deysa degan to'g'ri hech qanday gap yo'q. Ularda da bormi ya? Mandaq bir narsa var, iloh deymiz, onu biz sen aşağı ishonishing kerak deb aşağı qo'ygancha sen demokratik davlat yashay olasiz degan unday gap qilmaganda? Yo'q. Qilmagan ekan, demakki nima desa, o din emas, o tuzum o degan gap bu. O tuzum bilan dinni bilib olish kerak undaq odamlar. Bir adam o demakchi o'g'in nima desa, maqsadni tushunyapmiz-da. Bu demokratik davlatni haqqi yomon ko'z tutishun, bizning millatimiz yomon ko'z o'sha demokratik davlat yashasang, sen dindan chiqatsa degan bir falsafasini bir yolg'on gaplarni o'tirg'i chiqarish uchun a gapni qilayotgan narsa. Agar din degan narsani tushunishing kerak. Din degani Alloh taolo Qur'onning o'zida misol Ma qul ya ayyuhal kafirun la ta'budun degan oyatning o'zidami shu Hristiyan dini, Yahud dini o'zgartirilgan dedi, asosiy yana Xudoga tutishidi, lekin nurg'a o'zgarib ketgan. Cho'qinish xarakterlik, misol Budda dinimi hamda nima desa, Budda dinining o'zimi bu oxirisi Xudoga tutashmagan taqdirdami, butqa cho'qinish bor edi, e'tiqod bor. Anda bo'lgandan keyin Alloh taolo mushlarni hammasini nima deydi desa, din deb qaraganda Qur'onda. Şoňa qul ya ayyuhal kafirun kafirun surasının özünde her qanday e'tiqod egilleri özünün e'tiqodiga özünün e'tiqodiga ishonsin, ishinib ketilaversin özünün dini o'ziga. Lekin bu yerda ijtimoiy jamiyatni, insonlikni asos qilgan bir jamiyat qurish lozim degan nimada siyosat qismida Qur'onniki mush oyatni tushirishdagi maqsad bu. Şoňa din degan nima degan vaqtda o din degan bir tuzumni nim qilmaymiz. O sotsial tuzum, kapitalist tuzum, va kaza o yoki demokratik tuzum, o bir din emas o. Uni aytamiz zaten aniq tutmam tuzum o. Ondaqda Qur'on Kerimdagi nimaga izlanishlardan dinning xususiyatini nima deb tushunamiz? Yani qanday xususiyatga ega bo'lish kerak degan. Dinning xususiyatini o'tgandami biroq bir deb o'tdik. Bugun tema e'tibori bilan yana bir yig'ilib shuni takrorladim. Islom dinidagi xususiyati asli maqsad deb desak bo'ladi. Xo'sh. Islom dinining maqsadi yani Allohga bu yerda nurg'ulg'an inson deganda bir e'tiqodsiz yashayamaydigan bir maxluqchi bu. Her qanday bir shart ostida bir narsaga e'tiqod bog'lab, andaki yashaydi. Yaşqandaki Allah Taala şu e'tiqodning ichida eng to'g'ri e'tiqodda bo'lishning o'zini Allah Taala tashqaridan buyurdi, tashabbus qildi mana bu aytgan vaqtida. Yani islom dinidan iborat bu dinga ishonishning o'zini tashabbus qildi. Bu dinga ishonish nima foydasi oldu, uniki maqsad nima degan vaqtning o'zida ishonsa bu yerda Allah Taala'niki mehribon, shafqatlik degan ismlarni o'rganish orqali inson o'ziniki vujudidagi mehribonlikni, mehr shafqatning o'zini tuyg'usida yashaydi. Adolat tuyg'usida yashaydi. Haqiqiy insonlik tuyg'usida yashaydi. Bir Alloh va inson o'rtasida bo'lgan ishda. Ham insonlar va boshqa maxluqlar o'rtasida degan vaqtda u yerda hamma maxluq Allohning maxluqi. Bütün insan Allah'ın mahluqi. Məmmu şunaki biri. Aş insan qançılık öz Allah'ınki aldıda haq huquqa ega bolsa, meningmi şunçalik haq huquqim bor. Hiç bir insan yan bir insandan yuqori emas, bir insan yan bir insandan töven emas. Degan o'zi huquqiga keladi degan gap. Lakum dinikum waliyum shu. Yana boshqa bir oyatlim bor. Ma nimaning o'zida sura
En'am'daki 108. ayette وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ degan muş ayetning o'zida mi qarshi taraf insonlar bir-birisini muqaddas bilgan narsalarni, e'tiqod sohasidagi narsalarni anda dashnam qilmasin, uni hujum qilmasin deydi-da. Agar ashta qilsa, ular u odamni bilmay sizning diningizga, ya'ni Alloh nima dashnam qildigan, Allohni haqorat qildigan bundaq bir ahvol yuz berdi degan gap. Şoň bu yerdeki näsini degan vaqtda insonlar agar Allohga ishongan vaqtida mehribonlikni o'gindi, adolatni o'gindi, haqiqiy bir hamma maxluqlar Allohniki maxluq ekan, shuning ichidagi birisi ekanman men. Bütün maxluq hammasi Allohning maxluq bo'lgandan keyin men uningga o'xshash muomala qilishim kerak degan bir tuyg'u paydo bo'ldi. Shu vaqtda qanday qildi degan vaqtda har bir inson o'ziniki haq-huquq doirasida yashaydi. İkinci bir odamniki haq-huquq doirasiga tajovuz qilmaydi. Aniq tajovuz qilsam bo'lmaydi degan bir ong u odamda bo'ldi degan gap. İnson haqlari degan bu. Masalan, Qur'oni Karimda zina qilmanglar, g'iybat qilmanglar, nimalqi bo'xton chaqlamanglar degandek birisini haqqini evolmanglar degandek ashundaq o'g'illik qilmanglar degandek ashundaq oyatlar nima to'siqlar cheklangan ishlar bor-ku. Bu nima desa, bu ishni qilgan vaqtning o'zida ikkinchi bir odamning haq-huquq doirasiga hujum qilgan bo'ldi inson. Allah Teala şu özellik hukuk dairesinde yaşa, ikinci bir adamın hukuk dairesine hücum kılmaysa deydi. Hücum yani bu ayetning o'z vaqtida tushayotgan chog'da buning muhattab bo'lingan arablar o'rmon qonunida yashaydigan kuchliklarning gap bo'ladigan nayt az bir qism aqso'ngliklar adolat yoki shon sharaf tuyg'usi bilan adolat yoki haqqoniyatchilik nimasini ko'rsatsimi, ammo umuman muhitda ashtaq o'rmon qonuni asos qilingan bir muhit bo'lganligi uchun ashundaq inchga tafsili bayon qilgan deb tushunish bo'ladi. Yo'q, bu insonning har qanday xarakterida bor narsa bu-ku. İnsan deganda azroq pul topsa yoki azroq yuz obro'y topsa boshqalarni monopol qilishga boshlaydigan narsa. Bu hamma odamda bor bir xarakter. Alloh taolo shu xarakterni bilganligi uchun insonga shunday ijtimoiy tuzumlarni bekitganda, qimor o'ynamaysa, aroq ichmaysa, zina qilmaysa, g'iybat qilmaysa, bo'xton chaplamaysa, birisini haqqini qilmaysa deb, shunday o'zi birisini kamsitmaysa, birisiga dashnam qilmaysa degan shunday tuzumlarni bekitishning sababi shu. U vaqtda nima qildi? Ashuna hammasini qilmagan vaqtda inson o'ziniki bir haq-huquq doirasining ichiga kirdi. Başka birisiniki haq-huquq doirasiga tajovuz qilmaydigan holat shakllanadi degan gap. Har bir inson o'zini to'liq bir odam qilgan vaqtida, masalan, Hollandada 16-17 million nüfusu var. Ashunday hammasi o'zini ashunday kontrol qilib, ash kontrolning ichiga kirgan vaqtda qanday bo'ldisa, o jamiyatda hech qanday adolatsizlik mavjud bo'lmaydi degan gap. Alloh taolo jannatni tasvirlaydi-ku. O jannatga acayip nocha shunday isli odamni kirdi, shundaymi ya? Xo'sh. Bu jannatli emas, dunyoda o'zining ashunday jannatini, haqiqiy insonligini yaratgan inson dunyoda o'zining jannatini yaratgan bo'ldi. Ashtaq odam jannatga loyiq bo'lgan gap. Ko'rgan yerda g'iybat qilib, ko'rgan yerda haqni tillab, haqorat qilib, odam qanday u odam jannatga kirsa, u odamga kirgan jannat kirsimi, odamga nima bermay, arom bermaydi odamlar. Jannatlarning sifatidan bir-birisiga yaxshi gap qilganligi to'g'risida. Shu vaqala savoba degan oyatning o'zi sura Ammadikicha, bu yer faqat to'g'ri gap qilgan odam kirdi deganning o'zi nima desa, to'g'ri gap degan ashuna qilgan narsa. Birisini g'iybat qilmaydi, birisiga haqorat qilmaydi, birisining haqqini yeb olmaydi. Birisinin yüz obro'yini to'kmaydi, birisi bo'xton chaplamaydi. Her bir insonni etrafida o'tib turgan insonlarning har birisini ma bir inson bu. Buni men insondek muomala qilishim kerak deydi. Qur'oni Karimda salom qilish haqida, musulmonlar bir-birini salom qiling degan yo'q yani. İnsanlar bir-birini salom qiling deydi Alloh taolo. Salom
Salam bütün insaniyet ortak mı? Ya bütün insan sizlar etrafındaki adamlarga hay deb salom berganlar. Her birisi özünün tilida salamlaşıp. Salom beramiz. Aşındaq o'tonglar degan gap. Bu nima degan vaqtida insonlikni bir yerda nima deymiz? Mehr muhabbet paydo qiladi bu birinchi mehr muhabbatning ochquchi salom deganning o'zi. O'ziniki bir yaxshi odam ekanligini, o'z boshqalarga bir yomonlik kelmaydiganligini ifodalaydigan birinchi ifoda bu. Bunda bo'lgandan keyin shuni qilgandan keyin inson Assalomu alaykum degandan keyin salom deganning o'zi bu nurg'un ma'nosi bor narsa uniki. Salom deganning o'zi birinchi shu insonning o'ziga vakolat qilgan vaqtda men bir sog'lom bir inson degan gap. Degan ma'noni bildirdi. Ensirmisang bo'ldi. Men seni yeyolmayman. Men ensirmisang bo'ldi. Mendan sana yomonlik kelmaydi degan gap bu. Men boshqa insonlar yomonlik qildigan bir inson emasman degan gap. Salomni qilib qo'yib oxirida yomonlik qilgan odam salomga loyiq odam emas degan gap bu. Lekin bizda nurg'un gaplar bor. Arab chiqmasa o salom bo'lmaydi. Hamma millat o'zining tilida qiladi salomning o'zini maykasak, haydaydi, halov deydi misol, Angliyada. Bizmi yaxshimisiz? Xayrlik etigan deb qilsak, nihoyat go'zal bo'ldi. Chunki uning ma'nosini biladi angan odamma. Yaxshimisiz degan gapning o'zini butun Uyg'ur biladi. Assalomu alaykum ma'nosini qancha Uyg'ur biladi edi? Endi odatga aylanib ketganlik tufayli ham ishlatayverdi hamda shu. Bu bir xil salomlash qoidasi deb ham tushunadi. Har millat aslida o'z tilida salomlashish eng to'g'risi. Faqat arab tilida salomlashishning o'zi Ama Kur'an-ı Kerim'de Esselamu Aleyküm dese ve Aleyküm Esselam da takım güzel salam cevap kaytırmalar doğrusu ayet bağı başta. Ve izâ huyitum fehayyu bi ahsani minha ev mislaha diyen ayet var. Siz salam kılınığa vaqtda siz onu o'qishni yoki uning yaxshiroqini qaytaring degan gap. U nima degan bo'ldi desa, yaxshimisiz desa, "Voy yaxshimisiz, qanday salomat turyapsiz?" desak, yaxshiroqni qaytargan bo'lamiz. Yaxshimisiz desa, yaxshimisiz desak, o'qishni qaytargan bo'lamiz. Ama hazır kadar Esselamu Aleyküm degan so'zni biz salomlashimizning birinchi so'zi qilib odatlandik-da. Bizning örpimiz kadar singib ketdi bu. Milliy salom bo'lib ketdi. Milliy nimamizga, kimligimizga diniy ong bilan birlikda singib ketdi bu shu. Buni hozir ajratib olmaydi, lekin demak shu bu yerda bir dogmishlik paydo qilib qo'ygan degan gapni tushundim sizlarga hozirgi nimalardan. Ya'ni çoxum şu Esselamu Aleyküm degan Arap sözünü işletish bu yerda biz uning buyurilmadi degan gaplar diqqat chekyapti hozir. Ya uning buyurilmadi. İbrahim Aleyhisselam Esselamu Aleyküm demdi. İbrahim Aleyhisselam Arap emas misal Esselamu Aleyküm demdi şu vaqtda. Musa Aleyhisselam'daki kitibi Arapça emas. Musa Aleyhisselam Esselamu Aleyküm deb Arap salom qilamdi. Estağfurullah. Bu yerdeki nesi bu? Bu Kur'an Arap tushganligi uchun, Payg'ambar alayhisalom Arab bo'lganligi uchun Arabcha tushganligi uchun biz o Qur'onni ham Arabchaning o'zini o'qishga to'g'ri keldi. Bo'lmasa, agar bir payg'ambar Uyg'urdan chiqsa, Uyg'urning orasidan chiqsa, o salom alaykum demay, o yaxshimisiz desa, "Menga va sen payg'ambar emas, sen salom alaykum deyishing kerak" deb to'qidi. Estağfurullah. Ya undaq millat bir diqqat chekadigan bir narsa shuki, hozir shu Araplarda işletilgan sözler, yani öz vaqtida Peygamber Efendimiz davrida boshlangan shu so'zliklarning aynısini qo'llanish biz uchun ibodatda. Bizga singdirilgan, bizga anglimizga singdirilgan narsa tushuncha shu edi. Hozir siz da'vat qilib o so'zning o'zini aynısini ko'chirib kelib Arab so'zini ichiga akirish emas, o'zingning tilida şu xil salomni barpo qilish deb tushuntirayotgandek tuyuldi menga hozir. Albatta shunday, albatta. Shunday turdi emas, amaliyat tashlaq u. Unda bo'lsa Allah. Bu biz bu yerdagi narsa nima desa, misol din deganni so'zlayotgan maddalimi so'zlayotgan hozir. Nurg'ulgan maddali so'zlayotgan deyli. Odatda Arabning butun urf-odatlarining o'zini din deb akiliq andaki İslam medeniyeti namıda gap qildi shuningcha. İslam medeniyeti deydi. İslam medeniyeti emas o. İslam deganni medeniyetni kontrol qiladigan bir narsa o. Medeniyetni kontrol qiladigan bir prinsip o. İslam deganni.
Bu İslam degende medeniyet degendikilla Arapның medeniyetlerini Uygurlarga akirish uchun bir ishga ochgan bo'ldi yani. Şu o sellik yeş, sakal koyuş, tögünün suyduklarını içiş misali, aşinasının hemmisini neme dese, unuklap ekirip ayda kıvatkan neyse. Mesela Ramazan'da zemzem içiş, xomu yeş. Xomun Arap'ta yeversin, biz özü kağcı gidisini yesek mi okşaş? Onun hiç kadar farkı yok. Bu xomun Xuda yaratıp kağcı gidisini başka bir lat uzağa yaratıptı mı o yerde? Eğer Peygamber zaman devrinde bizden bağlarımızdaki almalar öncür ürük olgan bolsa, elbette onu mu yiyet edisler? Elbette. O tehe hiç ne ötmeydiğin şunda eski bir kapkar bir xomusu var ki aşını peygamberin xomusu da market yapasa da aydı. Satanmaydiğin xomullarga peygamberin market kılvagan gibi. Peygamber şu 62 yaş, 63 yaş kerecilik fakat kara xomudan başka işini yemek mi aydı? O valla Bismillah kaidesiyle yese günahları mağfiret okusudan yerlerimiz var da. Bu neme degen gapning o'zi? Bu yerdeki mesele neme degen vaqtda bu ticaret meselesi var bu yerde. Araplar bu xomullarni o'zi pul qilish, aşı zemzem suyuning o'zini pul qilish, masalan bu şey 5 litrlik suvni ekipti. Ya zemzem suyuydu. Yoki bir zaytun ekip setyapmiz, uni bilmaymiz. Va ahmaq xotinli mayada voy zemzem suyu mo'sh nemening o'zida ma Ramazonda mo'sh zemzem suyini iftor qilamiz deb shuning o'zini bebankirni 5 sterlin 1 litrni 1 sterlin sotadi. Va odatda ma qutuliq suvning o'zi 16-17 peni turdi. 1 sterlinga 14 litr suv keldi. Aniki 1 litr suyu 1 sterlin turdi misol. Demek bu nesnemiz Arap'ni uluklaş, Arap'ның tilini uluklaş, Arap'ның medeniyetini uluklaş, Arap'ның topraklarını uluklaş, Arap'ның meyve-çevirlerini, Arap'ның hayvanlarını uluklashdan ibaret nesi bu? Bu Arap'niki toprağı bu qalğanlığı üçünla bu yerda Xudoga emas itoatni o'zi, Arapga qilayotgan itoatlar bu hammasi. Allah Allah. Arap kim o biz itoat qildik misol? Bizning ajdodlarimiz davlat qurgan vaqtda Arablar bir o'zining qizlarini tirik ko'mishgan bir odamlar. Alloh taolo Qur'onni aytdi, payg'ambarni Muhammad alayhisalom payg'ambar qilgandan keyin bir odam bo'lib aylangan odamlar u. Gap boshqa ketib qoladi. Xo'sh, undaqda din bu yerda bir muhim gapni qildilar. Din madaniyat emas, yani İslam medeniyeti degan gap emas, unda gap yo'q. Yani undaqda din asli İslam medeniyetlarga bir o'lcham beradigan narsa undaqda. Albatta shunday. Qilib beradigan. Bo'ldi, İslam medeniyeti biz kelgan vaqtda degan gapning o'ziga men o'shchi, bunday narsa to'g'ri emas bu gapning o'zi. İslam medeniyeti emas, Arab medeniyeti keldi bizga. O bizning ota-bobamiz biz salla o'raydigan haq emas. Shu sallaning o'zi ashqaqdan keldi misol. Özünü yapıdığın aşkaktan geldi, özünü yapıştığın öz Kur'an'da bir yok neyse, misal adette. Zemzem işitken hemen neyse aşkaktan geldi. Aşkaktaki çıkan topraklarının özünü mü pul kıp beriş bu yerdeki neyse. O İslam namıda ticaret kıvatkan bir adamlar o. Ona şey kıvatıda. O İslam diyen neyme şu vakıda ise İslam misal. Bizdeki ayallarımız mesela bizdeki şunda feyzi kiyimlerimiz var. Atlas köynekli var. Ayallarını giydiğen. Şu atlas köynekni İslam buyurgan şekilde kayırın yapısı boludu. Kayırını şu yepiş şartı bilen şu Allah Teala yepişki buyurgan yani yepiş şartı bilen şu özümüzün kiyimini giyiyor şu her nerse. Arap'ın kiyimini giyişte İslam'ın içi kirgen bulup bu her nerse İslam'ın içi girmez. Kiyimini içi girse İslam'a kirgen bu arada hazır vaxtıda. İslam kösetken prinsipka uygunlaştırıp özünün medeniyetini, özünün kiyimini giyiş. Bu yerdeki mesele bu. Müşahede ilgili bazen şu torda inkaslarımızda, diyaloglaşıp kalan vaxtlarımızda bir meselini alattım ben. İslam kara açlık okşaydı o. Senin aldığına ekilip buğdayla gürücünü koysa, lağmen bilen pulav etip yese, haq çelpek etip yeydi o.
yoki boshqa bir narsa aytib mana shunga o'xshaydi deydim menchi. Mening tushunishimda endi bu islomdagi men gaplardan islomdagi bundaq islom bir butun insoniyatga ommadan tushgan bir kitobchi bu islom. Buniki shariat qismi bor. Qur'onda bu islomni nim qilib bu yerda shariat qismining o'zida Mao Sura Maidniki 45-oyatdan 50-oyatgacha oraliqni olib qo'ydim mayaga. 47-oyatning o'zida va anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi va muhaiminan alayhi tahkum baynahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja wa law sha'a Allahu la ja'alakum ummatan wahida walakin liyabluwakum fima ataakumullahu fastabiqul khayrat degan mushu oyatning o'zida nima deydi desa shariat bilan islomning o'zini ayrim tushuntiradi Alloh taolo. İslam degan bir prinsipni belgilaydigan qarshi olsa, misol, iqtisoddagi prinsipni ne deydi? Nimada iqtisodda zakotniki prinsipida pul tepatqaldan elish 8 o'rinni bayon qildi Alloh taolo, shu 8 o'ringa berish. Bu Qur'on ko'rsatgan bir yo'l, bu prinsip. Mushuni o'zi mushuni amalga oshirish uchun her yerda velikullin ja'alna minkum shir'atan va minhaja degan oyatning o'zidan her bir kabile, her bir adam, mesela, her bir toplumga Allah Teala şeriat qilishning o'zini belgiligini ko'rsatadi bu yerda. Qilib belgiligini o'zini. Bu nimani bildirdisa, masalan, Saudiya Arabistondagi nimalar o'zi halqi Saudiya Arabiston zakotning o'zini belgilash qilib qolsa, shu yerga ehtiyoj qarta. Shu yerda qanchalik o'zi davlatning ehtiyoji var, shu ehtiyojni hisoblab chiqqandan keyin, ondan keyin pul tepatgan odamning qanchalik olganchalik shu ehtiyojga qarta yig'ilishga tegishli pulning o'zini yo iqtisodning o'zini yig'alaydi. Buning qarta bekitdi degan gap. Angliya o'ziniki ehtiyoji qarta bekitdi degan gap. Buniki har bir yer qarta bekitilgan narsa bu shariat hisoblanadi. Bizdeki nurg'un odamlar shariatdan islom deydi, unda emas u. İslamның prinsipini her bir yerga xaslashtirib, her bir yerning amaliy ahvol qarta o'zi xaslashtirilgan qismi shariat deb ataldi. Misol, Somalida bir odamning o'zini o'ldirib qo'ygan bo'lsa, sahvan, uningga masalan $10,000 bersa, o odam rozi bo'ldigan ish bo'lsa, ma Yevropada bir odamni sahvan o'ldirib qo'ysa, $10,000 emas, net $100,000 berdi. To'laydi shu odam. Misol Nimaning o'zida Amerikada halqi bina tushib ketgan vaqtda odam beshiga $1 million shunday dollar beribdi shu yerda. Somaliya tushib ketsa $1 million bera olamdi. Demak, shu yerdagi odamlar o'zi yillik qancha pul topa oladi? Bu halqi iqtisodiy mutaxassislar nima qildigan gap, tadqiq qildigan gap. Bir yilda Somaliyada bir odam ishlasa qancha pul topa oladi? Amerikada ishlasa qancha pul topa oladi? Masala bunda bo'lgan gap. Amerika'da mesela bir adam bir yılda $50,000 işlese, Somali'de belki $1,000 işleşi mümkün. Şu vaqtda o aralık fark şunchalik zor bo'lgan gap. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtda $50,000 ishlaydigan ya'niki iqtisodiy yuqori bo'lgan bo'ldi. $1,000 ishlaydigan ya'niki iqtisod to'van bo'lgan bo'ldi. Iqtisod to'van ya'niki yerda ehtiyoj egillarimi iqtisod to'van ya'ning o'zida nas kerakmi? Azam bo'ladi-ku. Shuning qarta o'zi pul yig'adigan gap. Oyat desa, o Somalida chiqqan pulni ayda bir tal shtatga yetmaydi Amerikadagi ya'niki. Şunu bu yerda her bir yerdagi masalani Qur'on tatbiqlangan qismi shariat deb ataldi. Şuna bizniki nima o'qigan kitobning o'zida, Hidoya Sharifqayning o'zida Abu Hanifa, İmam Shafiy, İmam Ahmad, İmam Malik deganlarniki chiqqan narsa 4 yer yashagan insonlar bo'lganligi uchun o'xshashmaydi. Nima uchun degan vaqtda har bir o'ziniki yashagan rayonniki amaliy ahvol qarta ayda Qur'onniki oyatiga ashan tatbiqlab turib, unda chiqqanda hukmning o'zini ijtihod qilgan.
He. Bu şeriat. Hem onun özünü biz hemisi bir yere gelip onun dekin o Ahmed ibn Hanbal anda yaptı, İmam Şafii manda yaptı, özümüzü onu tatbiqlasak, o doğru olmaydı. Demiş qadiga o adam o 1000 yılındaki aldığı yaşayan adamlar 1000 yılın aldıdaki yaşayan bir zaman hem onunki yaşayan makanı mı o başka yer. Biz o narsa 1000 yıl keyinki ma o hazır Londonga akıp tatbiqlash o butunlay xato oldu degan. Hazır Qur'ondagi şu ayatqa Londonning amaliy ahvolini tatbiqlash orqali Londondagi masalasini hal qilgan gap. Buni bu yerdagi shariat deymiz uni. Bu yerda Qur'on orqali chiqarilgan shariat qismi degan gap. Misal bir odamni Ramazondagi nima deydi uni? Sadiq fitr demdikmi? Nimada fitr zakati. Sadiq fitr deydi. Şu fitrning o'zini odatda mana bu Angliyada 10 koy deb o'tgan yil 10 koy deb belgilash, ba'zan yerda 5 koy deb belgilash. 10 sterlin. 10 sterlinni belgilabdi misol. 10 sterlin degan Turkiyaning puli hozirgi vaqtda 230 koy. Lira. 230 lira oldu degan gap. Hamda Turkiyada o balkim 20 koy ya 30 koy bo'lishi mumkin. O'tgan yil qancha oldu bilmayman, ammo 20-30 koy bo'lgan bo'lishi mumkin belki olsa. Turkiyada 30 koy belgilabdi. Biz mana shu 30 koy desak, 1,5 sterlin beramiz desak, o to'g'ri olmaydi. Bu yerdagi narsa nima desa, bu yerda Alloh taolaning belgilab qo'ygan narsa va o narsa bir odamniki bir vaqt qo'shiq to'g'ridek narsa berish. Bu qo'saq Amerikaga olsak ham o'xshash, Angliyada ham o'xshash, Turkiyada ham Somalida ham o'xshash degan gap. Demak, Somalida bir odam masalan, mayaniki 10 peniga bir odamga qo'saq to'yishi mumkin. Turkiyada 2 dollarga, 2 sterlinga masalan 50 koyga qo'saq to'yishi mumkin. Mayada 15 koyga to'ydi. Qo'saq hozirgi vaqtida. Bir tal lag'ma yeymiz desak, 15 koyga yeymiz mayani puli 15 sterlinga. Turkiyaning pulida masalan uning o'zi 350 koyga to'g'ri keldi. Turkiyalik 350 lirasiga to'g'ri keldi. Demak, bu yerki narsa nima desa, u yerdagi Alloh taolo qo'ygan o shartni bilish kerak. Bilgandan keyin o shartga asosan har yerdagi amaliy ahvolni shu shart to'g'rilab turib, u yerdagi narsaga, manda qilsak bo'ldi degan narsa u yerdan chiqdi degan gap. Buni bilmaydigan andakin ma'nasiz fatvo berilsa, olim on debdi, olim man debdi, falon mazhab on debdi, piston mazhab man debdi. Mazhabini qo'y, olimingni qo'y. Sen nima deysan u yerda? Qur'on nima debdi u yerda? Misolda sen o'zing olim deysan. Sen olimmi desa, mazhabni tortsa, mazhab tortsa, o'zing zot bilmamsan desa qarab o'tirdi. Aslida bizaligi faqat Qur'onga nimanki islomning sunniy mazhabida Hanifi mazhabida sunniy deb faqat bildiğimiz shu deb butun dunyodagi insonlarning musulmon dizliqmi shu deb o'ylaydik. Keyin çoğunlap biraz izlengendan keyin qarasak, o qilliq kelgandek o ichida yomon jiq ishlab ekan aslan. Bu xil yani tishini sirlab qo'ygan, ichi onaning danisiga o'xshash paramparcha kelmas. Shu bo'layotgan butun xafalikning dadi ashundan keyin aslan bizga issiq bamamatqanlikning sababi shundan keyin. Endi bu Timidin chatdan kitib qilib, mana boshqanga kitib qolib qolsak, ya'ni keyin qitim qilib qolmani takrorlanib qolgan bo'lib qolmasin. Har temaga o'zining nimasida kirli. Bugun biroz yana kengayib ketib qoldik, chunki din yana umumiy nim bo'lganligi uchun, umum ufqum bo'lganligi uchun shuni bog'lashtirish maqsadi bilan kengayib ketib qoldi. Dinning maqsadi haqida to'xtalib bo'ldik, xususiyati va dinning izohati qatorliqlarda to'xtaldik. Endi dinga e'tiqod qilish bilan qilmaslikning foydasini kimga degan bir savol bor. Yani işlemsem özümün ixtiyarı, imkanım var deydiğiniz zaman senin gören ayrım, benim gören ayrım her xil gapli bor derhal. Hem de Kur'an-ı Kerim'de mesela "Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. İnna a'tadna liz-zalimin naren ahata bihim suradiquha" diyen bir ayet var. Adem Aleyhisselam'ın hakkında mı ihbitu fe inne lekum ma sa'altum ve duribat nime? Yok. Aşağı Sör-Bekara'nın 5'leri bu ayetin özü. Mayalisini manime düşürüp koymaktım bana.
قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bayıqı degan oyatlar mushkisi o'xshash hamda. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا نارا degan aş oyatlar ikkisi o'xshash. Ma Sura Baqarniki 38-39 oyat ekan. Adem Aleyhisselam cennetten çıkarılgan vaxtida Allah Taala eğer sana menin bir hidayet kelse, bu men evetken hidayetke kim ergeçse, bu Adem kork kaygurmaydı. O gam qilmasin bo'ldi, oqibati yaxshi bo'ldi degan. Vallazina kafaru va kadzabu bi ayatina. Bizning oyatimizga kafir yolg'on, bizning oyatimizni yolg'onga chiqarib, uni kafir bo'lgan odamlar do'zaxning egisi bo'ladi, ya'ni ahli do'zax bo'ladi, ular o do'zaxda mangu qoladi deydi Allah Taala. Ayetning bayqo'qi ayetning o'zida xalqan odam iymon keltirsin, xalqan odam kafir bo'lsa, xalsan kafir bo'l, xalsan iymon keltir. Ammo sen inna a'tadna naran lizzalimin naran ahata bihim suratiqa degan bu oyat desa, biz bu kafir bo'lganlarga ularni qorshab turgan o'tni tayyorlab qo'yamiz deydi Allah Taala. Bu nima degan gap desa, jahannamni qo'rqmasang, nima qilsang qilaver degan gap. Mazmun ashunday ekan bu oyatniki. Bu yerdagi narsa endi bu halqi sizning gapniki mazmundan nima deganlar? Yani kim itiqat qilish bilan qilmaslikning farqi kimga bo'ladi? Itiqat qilsa, qilmasa, bu yerdagi masala nima desa, Alloh taologa hech qanday foydasining bo'lmaydiganligini degan bo'ldi Alloh taolo. Yani bütün insoniyatning hammasi kafir bo'lib ketsa-mu, Alloh taologa hech qanday bir ziyon bo'lmaydiganligi. Bütün insoniyat islomni qabul qilib, hammasi subhanalloh deb o'tirib ketsa-mu, Xudoga hech qanday foydasi bo'lmaydiganligi. Faqat foyda ziyon shu qabul qilmagan va qilmagan odamning o'ziga. Qabul qilsa o'ziga foyda bo'ldiganligi, qabul qilmasa o'ziga ziyon bo'ldiganligi. Buni deyapti. Allah Taala. Mush oyatniki, mush ikki tal oyatning mazmunida shuni narsa chiqib turadi, misol. Yana o'zi nimaning o'zida ma bu Sura Baqarning 5-da Alif Lam Mim zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin deganniki oxirisi ulayka ala hudan min rabbihim va ulaykumul muflihun degan mushuni ol xuloslandi. Mush oyatning o'zida Allah Taolaning hidoyatini qabul qilgan, Alloh ishongan, Allohning hidoyatini, Qur'oni Karimni qabul qilgan odamlar odamlar agar men xatolikni saqlansam bo'ldi desa, Qur'oni Karim lil muttaqin xatolikni saqlanuvchilar uchun bir to'g'ri yo'l ko'rsatadigan bir kitob deb Alloh taolo unda bayon qilyapti. Bu qanday odam hamda u yerda qanday saat to'g'ri yo'l nima saqlaydi desa, buni nurg'un tarjimalarda nayati xato tarjima qilib o'tgan. Namoz o'qigan, ro'za tutgan, iymon keltirgan, oxiratga ishongan o'sha odamlarning o'zi nijot topadi deb ashunday tarjima qilib qo'yildi. Unday emas bu. Ya'ni iymon etadigan, g'aybga ishonadigan, namoz o'qiydigan, biz bergan rizqlarni xashlaydigan, pullarni sarf qiladigan. Sarf qiladigan, sendan ilgari payg'ambarlarga tushirgan kitobga ishonadigan, oxirat ishonadigan va ishonchsiz jazm qiladigan mush odamlarniki xatolikdan saqlanish uchun Qur'oni Karim bir yetakchi degan gap. Bu nima degan gap degan vaqtida bir odam iymon keltirman desa, xohlagancha Xudo ba andoq mandaq dabligi iymon keltirish u yetmaydi degan gap. To'g'ri iymon bo'lmaydi degan gap. Qanday qildi shu vaqtida? Qur'onda Alloh taolo ko'rsatgan shaklda iymon keltirish kerak odam degan gap. Shu vaqtda sen to'g'ri iymon keltirgan, xato iymon keltirishni sen saqlangan bo'lsa, namoz o'qiydigan odamning o'zi, men namoz o'qisam bo'ldi degan odamning o'zi Qur'on qarab, Qur'onda Alloh taolo qancha rakat namozni debdi, qancha vaqt namoz debdi, qanday shaklda debdi. Sen Qur'onni tepib, shu shaklda o'qigan vaqtda xato namoz o'qishni saqlansa degan gap. Siz hayotlarda Qur'on qarab namoz o'qib vaqtdami? Yod bilmagan chog'larimizdagi oyatni o'qib qolib qolsa, Qur'on qarab o'qigan vaqtlarimiz bo'ldi. Ammo Ramazonniki uzun kechalarda.
Lekin hozir siz men demoqchi bo'ldim. Yani Qur'onda namoz haqida nima degan shaklda qarab baqlama demoqchilar. Ya Qur'onda mancha rakat namoz debdi. Men ashni o'qiyay. Qur'onda mancha vaqt debdi. Buni o'qiyay degan shaklda o'qibaqdimi hayotlarda? Yo'q. Biz hozir moshunda tinglab turayotgan nurg'un odamlar namoz qancha rakat o vaqtida deydi. Keladi uni vaqti. Ash vaqt kelgan vaqtda uni namozni qanday o'qish, namozning rakat soni, vaqti hammasi deyildi. Uni aldirab ketishning qanday hojati yo'q. Qur'on qarab turib, Qur'onda Alloh taolo qancha rakat namoz o'qidi dedi. Bundaq o'qigan odamlar, o'sha diniy sohada o'qigan odamning ichida 199% odam o'qimoqlik. Ya bizde aldığım katımlık ikinci mava hesapta mukaddimden koşsak 3. san oldu. Mukaddimden 0 dep hesaplarsak 0. san. Ondan keyin 1. san mava 2. san oldu. 2. san 1. san programında mesleğin nereden qaravatqanligimiz haqida bir bazaya bayan var. Qisqa muhim açıqlık yeri. Hazır yana bir şey geldi, ayını bir şey kelyapmiz. Nurg'un qarindoshlarımizda o eğer hadis bo'lmagan avval aslida Qur'on Karimga tayanib turib lan bu qilayotgan ibodatlarimizninki nimasini topolmaymiz, yani delilini ko'rsatib olmaymiz degan nimbada vahimi var. Ensirəşi var. Bu yerdə onda o çağda asli o'zgarmas birdan bir qonun Qur'on edi. O'zgarmas narsadan andiki o'zgarib ketish ehtimoli bo'lgan narsaga qaragan bo'lsak, biz aşağı artık neslerini yüklep kemmedeğanlıkımız tarihi ispat olarak aldığımız çıkmadıdan. Adır bizdeki kallımızda biz burundan da ünüp gelgen ibadetimizde tutulup durup bu ibadetin Kur'an kanaatımızda. Kur'an'da kalsak yokken bu yok olan iken hadiste bağımız mı? Değil ki hezitken şiaden muhtaçla çıkadı kenarında. Ondan sonra hadisin şiaden takazda kılan neyse bu çağda ibadet oldu. Kınıp qalğanı qıvardı. Adet. Adet boyunca adetini qıvardı. Qur'on qarab, Allah mani buyuruptu, mandaq qilishni buyuruptu. Men moshunda qilay deb qilayotgan odam yo'q bu yerda. O masalan bir namoz, roza olsun, har qanday narsa olsun, ash o'zini qilayotganning o'zini rost chiqarish uchun Qur'onda bo'lmasa boshqa narsani izlaydi. Ya Qur'onda ba'zi ashunga to'g'ri kelmaydigan bir yerlar o'qib qolgan bo'lsa, uning o'zini bir bana bilan mansub qilib, amaldan qoldirib, uningdan o'zining eshigini yo'g'iltib, ashunga o'zimniki rost deb ketayotgan ish. Bu yerdagi narsa nima degan vaqtda inson aslida o'ziniki ideologiyasini tortib, butun ish harakatlarini Qur'onga bo'ysundirish kerak. Ammo Qur'onni bo'ysundirish bu xato narsa. Hozir bizda nima bo'ladi desa, Qur'onni bo'ysundirish bu yerdagi narsa. Nurg'un olimlar va kitap yazgan kitaplarni ochmoqchi ko'raman, nima qilsam kitobning o'ziga Qur'onda bo'lmaganligi uchun shu rivoyatlardan, hadismi emas, u rivoyat u narsa, shu rivoyatlardan akilib, beyimincha bo'yab ashaning o'zini shu burun qilayotgan narsani rost chiqarish uchun shunday o'zi jadal qiliqliq. Sen uni rost chiqarmaysa, sen agar musulmon bo'lsang, islomdagi asosi bu Qur'on. Sen Qur'on qaraysa, Qur'onda bor narsa bo'lsa, din bo'lmasa, uni qilmasang bo'lardi. Qur'onda yo'q narsani sen nima ish qilsan vaqtida? Din Qur'on bo'lsa, Qur'onda yo'q narsa din emas degan gap bu. Şuna Qur'on va hadis deymiz degan masalada bak ching taqashdi. Taqishayotgan qarindoshlarimiz. Ondaqsa Qur'on bilan hadis tangmi degan savol chiqib o'tirgan. O chaqda biz unda demaymiz, tang demaymiz, ammo Qur'on hadis deymiz. Bu yerda mana alqi nima borchu? Din degan nima desa, Kitobulloh, sunnat Rasululloh degan bir gap bor. Hammasi ashtada deydi. Kitobulloh va sunnat Rasululloh. O din kenemdi. Ashtada deydi-da. Ammo hech bir payg'ambar Kitobulloh bütün payg'ambar Kitobullohni din degan, ammo sunnat Rasululloh degan ayrim yana bir narsani paydo qilib, "Mana degan bir narsani deb baqqan emas." Bu yerdagi sunnatning uni ustiga bu sunnatning bobi maxsus kelsak bo'ladi, ammo uning ayrim tayyorlik bo'lsa bo'ladi-da, meningda.
Hozir bu sunnatga kirib qoldik, lekin bu yerga sunnat Rasululloh emas, sunnatulloh. Qur'oni Karimda sunnatulloh bor. Sunnatullahillati la tabdila o'zgar Xudoning sunnati o'zgarmaydi degan mundaq o'zi. Valan tajida li sunnatullahi tabdila degan mundaq oyatlar bor-da bu yerda. Bu Allohning sunnati o'zgarmaydi degan. Bu nima degan bu sunnatning nimasi, ma'nosi nima? Yo'l degan gap. Bu qanday yo'lni ko'rsatsa, Alloh taolo Qur'oni Karim orqali ko'rsatgan yo'lni sunnat deydi Alloh taolo. Bu sunnatulloh degan gap. Alloh ko'rsatgan Allohning yo'li degani Alloh o'zi boshqa bir yo'l deb qo'ygan emas. Qur'on orqali ko'rsatgan yo'lni ko'rsatyapti. Sunnat Rasululloh degan bir narsa yo'q Qur'onda. O sunnatulloh boyada Rasulullohning sunnatining nima ishi bor misol? Rasululloh qanday o'zi Xudoning yo'li deb yedi yana bir chig'ir yo'lni bir paydo qilib, mening yo'lim demda uni. Buningga oldingi qatimliq bir nimada qarshi inkas shaklda o'tirishgan bayonlarda Alloh kimki menga itoat qilmasa payg'ambar Rasululloh itoat qilsin. Kimki Rasululloh itoat qilsa menga itoat qilgan bo'ladi degan shaklda xilijiq oyatlarni dalil keltirib o'tirib qo'ygan tarafini anglatayotganda nimani tabliğlarni buningga bu mazmunlarga qarab acaba tavhid nerede qoldi o zaman degisi keladigan bir bayonlar chiqadi ekan o'tirgan. Ya'ni tavhid sohasida tavhidga. O zaman Allohning hech o'qishi yo'q. Tushunami? Ya'ni bu tarafdagi mazmunlarga sağ vaqtning o'zida Payg'ambar alayhisolamga atab berib o'tilgan haqlarninki xatolik qilib borganlik to'g'risida nimalar bor hamda bir xil men tushuntirib beramadim. Yaqsa. Sizlar buni faqat sunnat Allohning sunnati bor dedilar. Payg'ambar alayhisolamning sunnati uning yanında paydo qilingan shaklda tushuntirish beryaptilar. Ya'ni bu asli meselenin tükeniydi. Birinci programda başlap bana yerim kelgen çağda karşılık alıp ketken için atlap ötep ketken yok. Yana aynı kilotimiz. Çünkü zaten asliden kilip çıkış tokunak mişadinkinden. Mişadin ötep ketkendikin aldığımız çıkıdığan nerse onda olsa malı kandan kılınız diye meseleydi de. O da namaz okşaş, başka ibadetlerimiz okşaş. Mesela eğer hadis olmasa malı kandan düşündürse diye başka şu ötep tok. Ama o basqıçqa öteştin ilgiri akalladı manası aydınlaş gerekkinde Allah'ın yani kitabı olamı İslam'da veya ki onun yeni hadisini yanındamdı diyen meselede. Bu çok aynı kitabımız bu ne? Az yani kersek kendini okup gitmez. Bugün makarnaştığımız bana bir kol köy son altın bayan kılınan mezmunlardan biraz bir çaynap ezim kılgandan keyin bu uzun timike maviço zaten fakatlam Kur'an menbelik olamdı yani Kur'an'ın özüyle menbe olamdı ya ki başka menbeler olamdı diye timilarda aldığımızda fırsatlar yani ayrı aldığımızdaki seyşembe günüsü məxsus muş timada toxtalaydı. Ne? Aş sahadaki bütün mezmundaki ayetlerin hepsini yığıp aş sahada toxtalaydı. Ama o'zi Qur'oni Karimda faqatla o atiullaha ve atiur rasul ve ulul emri minkum. Men ata'allaha faqat ata'ar rasul. Men ata'ar rasul faqat ata'allah. Bu ayetlerin hepsini şu vaqtda tefsir tushundiramiz. Xudoning bo'lsin inşallah. Güzel. Moşuna cevap verildi ki moşuna ötenmemeden nurgan arkadaşlarımız şu. Çünkü bunda digen tusa digen şekilde. Hem bunu hazır vaqtning o'zini bir qisqa bir nim qilay, uni kallıqda bo'lib qolsin, kelar qaytib tafsili deymiz. Ma'qul. Men ata'ar rasul faqat ata'allah degan oyatni tushungan vaqtida kimki payg'ambarga itoat qilsa, elchiga itoat qilsa, Allohga itoat qilgan bo'ladi degan gapda bu oyatning mazmuni. Bu nima degan bo'ladi desa, payg'ambar shu vaqtda nimaga itoat qiladi? In attabi'u illa ma yuha ilayya. Qur'onda barcha oyatlar. Xo'sh. Buni qo'shchiq oyatlar bor. Men faqatla menga vahiy qilingan narsaga ergishim deydi Alloh, payg'ambar alayhisalom.
Şu anda Peygamber Aleyhisselam Allah vahiy qilgan Qur'oni Karimga egashsa, Qur'oni Karim kimning kitobi şu vaqtida? Allah'ın kitobi. Peygamber Allah'ın kitobiga egashsa, Allah'a egashgan bo'ladi. Kimki Peygamberga egashdi şu vaqtida, Peygamber Allah'ın kitobiga egashgandan keyin Allah'ın kitobiga egashgan odam nimaga egashgan bo'ldi? Yani Allah'a egashgan. Allah'ın kitobiga egashgan bo'ldi. Allah'ın kitobiga egashgan bo'ldi. Allah'ın kitobiga egashgan odam Allah'a egashgan bo'ldi degan bo'ldi. Buning mazmuni shu. Xuddi buning o'zini mana hozirgi real dunyoga sepib kichkina nima qilaylik? Misol, bir davlatning qonuni bor. Hozir ma davlatniki Boris Johnson o'tganda u bilmay so'rdi, u davlatning qonunini ijro qildi. Kimki davlatga bo'ysunmoqchi bo'lsa, masalan, kim Boris Johnsonga bo'ysunsa, u odam nimaga bo'ysungan bo'ldi? Davlatga. Davlatga bo'ysungan bo'ldi. Nima uchun degan vaqtda Boris Johnson shu vaqtda davlatning qonunini ijro qilyapti, to'g'rimi yoki? Xo'sh. Davlatning qonunini ijro qilgani uchun u odam bo'ysungan odam davlatga bo'ysungan bo'ldi degan. Davlatning qonuniga bo'ysungan bo'ldi degan gap. Davlatning qonuniga bo'ysungan odam kimga bo'ysungan bo'ldi? Davlatga bo'ysungan bo'ldi. Shundaqmi? Bir odam davlatga bo'ysunmaydi desa, davlatga bo'ysungan odam davlatniki qonuniga va davlatning qonunini ijro qilayotgan insonlarga bo'ysunsa, u vaqt davlatga bo'ysungan bo'ldi. Masalan, dapshapgina kelgan bir soqchining o'zi kelib, mashinani to'xtat desa, to'xtatmasak, soqchiga bo'ysunmagan bo'lamiz. U soqchining o'zi davlatning qonunini ijro qilayotgan bir odam. O dapshapkisi bo'lganligi uchun u soqchi deb bilamiz. Uning bo'ysunmasak, davlatga bo'ysunmagan bo'lganligimizni bilamiz, uning uchun to'xtaymiz yani. Agar o shapkisini tashlab normal bir insonga aylangan vaqtda uni hech kim bo'ysunmaydi. Chunki u qonunni ijro qilmay turayotgan vaqti. Xuddi shunga o'xshash, Peygamber Allah'ın qonunini ijro qilayotganligi uchun Peygamberga bo'ysungan odam Allah'ın qonuniga bo'ysungan bo'ladi. Allah'ın qonuniga bo'ysungan odamchi Allah'a bo'ysungan bo'ldi degan gap. Buni kichkina kalisi odam biladi. Bunun için bu yerki narsa nima desa, her bir peygamberge şu peygamber hayat vaqtida şerk insonlarniki bo'ysunishi farz qilingan. Peygamber o'lib ketganda emas, o'lib ketganda peygamberga qanday itoat qildi? Misol, peygamber hayat vaqtida atrofidagi butun o'z peygamberga itoat qilgan, peygamberning hokimiyatiga itoat qilgan insonlar unga itoat qilgan vaqtda bo'ysungan bo'ladi. U peygamber Allah'ın qonunini ijro qilyapti. Shu vaqtda u odamni berib peygamberga itoat qilganligi uchun Allah'ın qonunini ijro qilayotgan peygamberga itoat qilganligi uchun Allah'ın qonuniga nima bo'ysungan bo'ldi. Allah'ın qonuniga bo'ysungan odamlar Allah'a bo'ysungan bo'ldi. Peygamber o'lib ketganligini Alloh taolo bilamdi, bilmamdi. Peygamber o'zim bildi. Shu o'lib ketganligini. Atrofidagi musulmonlar biladi. Buning uchun Alloh taolo nima deydi? Ve ulil emri minkum dedi. Peygamber ölüp ketganligini bilganligi uchun peygamberning keyin peygamber ijro qilayotgan qonunni ijro qilgan bir odam chiqsa, uningga bo'ysunol degan gap bu. Peygamber esa vafot bo'lgandan keyin Abu Bakr chiqqan vaqtda musulmonlar, "Yo'q, biz sana itoat qilmaymiz, sana bo'ysunmaymiz, peygamberga bo'ysunamiz" dedimi yoki Abu Bakrga bo'ysundimi? Kimga bo'ysundi? Abu Bakrga bo'ysundi ku. Ne oldu? Çünkü halife qilib sayıldı. Abu Bakr o'lib ketgandan keyin Umar chiqdi. U Qur'onni ijro qilish o'rniga u yerga musulmonlar kimga bo'ysundi? Insonlar Umarga bo'ysundi. Umarga. Payg'amberniki shu nimani qonunni Allohning qonun Qur'onning o'zini ijro qilayotgan vaqtida xos ishni qanday ijro qildi? Xos ishni qanday ijro qildi? Bir-birlab shu qilayotgan shu ijroatlarning o'zini yezib mangmaganligining o'zila keyin kelganga bo'ysunsa degan gap bu. Alloh taolo uning o'zini yezib qoldimi-ku? Ya'ni hamma ishning o'zini jipidan jing'lig'isi qilishning hammasini yezib qoldi deb buyruq bermadimi? Bermagandan keyin demakki nima desa, sen o'lib ketgandan keyin sening o'rningga mush qonunni ijro qilgan inson chiqqan vaqtida shuniga bo'ysundi insonlar degan gap bu. Xuddi mesela Boris Johnson ketdi, o'rniga yana bir odam keldi. Hozir Angliya xalqi uniga bo'ysundi.
Xuddi mushuni qo'shish shu. Tarixda o'tgan masalan shu Qur'oni Karimdagi 25 payg'ambarning hammasi ashtaq. Hech bir payg'ambar burunqi payg'ambarning qilgan ishini shubhat qilmaydi degan bir payg'ambar yo'q. Qur'onni boshdan oxiri o'qib baqsa. Musa alayhisalom, Ibrohim alayhisalom ishini qilmaydi degan yer yo'q. İsa alayhisalom, Musa alayhisalomniki ishini qilim degan yer yo'q. Payg'ambar alayhisalom, Musa alayhisalom, İsa alayhisalomni qilgan ishini qilmaydi degan hech qanday bir yer yo'q. Nima uchun degan vaqtda ular Alloh taoloning qonunini shu zamondagi sharoit qarta ijro qildi. Agar payg'ambar alayhisalom İbrahim alayhisalomniki qilgan shu qonunning o'zini İbrahim alayhisalom ijro qilgandek qanday qilish kerak shu vaqtda? İbrahim alayhisalomniki davriga qaytish kerak yoki İbrahim alayhisalomning davrini o'zining davriga yoritish kerak. To'g'rimi, to'g'ri emasmi? Endi biz-chi degan vaqtda biz payg'ambar alayhisalom shu vaqtda qilishni aynan qilmasak, biz yo payg'ambar alayhisalom davriga qaytishimiz kerak yoki payg'ambar alayhisalom davrining o'zini hozirgi zamonda yoritishimiz kerak. U mumkinmi? Mumkin emas. Undaq bo'lgandan bizning qo'limizda hamma narsaning o'zini tatbiqlash to'g'ri o'zi hukm chiqarib bergan bir qo'limizda bir kitob bor, payg'ambar ijro qilgan kitob bu. Endi bu kitobning o'zini qanday qilamiz degan vaqtda biz ijro qilamiz, mush zamondagi ahvolning o'zini mushuni tatbiqlash orqali ijro qilamiz degan gap. Agar payg'ambar hozirgi zamonda bo'lsa, buningdan agar payg'ambar hozirgi zamonda bo'lsa, men 1400 yil burunqi ishni qilma deb turgan bo'ladimi yoki hozirgi zamonga loyiq ish qilma degan bo'ladimi? Masala bu yerda. Undaq bu yerda bütün payg'ambarlarninki, bütün elchilarninki o'xshash birli so'z bilan, ya'ni la ilaha illalloh. Bu yerdagi so'z o'xshashdi-ya. O'xshash. U nim e'tiqod sohasida, prinsip sohasida hammasi o'xshash. Misolda, zakat berish farz qilingan bo'lsa, u yerdagi metod hech qachon o'zgargan emas. Pul topganlardan olamiz, ehtiyojli o'rinlarga beramiz. Mushu. Shuni tortib to'g'ri hozirgachilik. Ammo u yerdagi o'zgarayotgan narsa nima? O'zgarayotgan narsa ehtiyoj o'zgarib turadi davomli. To'g'rimi yoki? To'g'ri. Ehtiyojli o'rinlar ya ko'payib qoladi, ya azayib qoladi, ehtiyoj o'rinlar turadi. Pul bergan, pul topayotgan insonlar bo'ladi, ammo ehtiyoj bir yilisi 10 ming dollar olgan bo'lsa, 25 yilisi 5 ming dollarga tushishi mumkin. Ashunday o'zi ehtiyoj o'xshamaydigan ehtiyojlar bo'ldi, shuning qarta pul yig'ildi degan gap. Şun bu İslam'daki şeriat kısmı her bir rayonga yoki her bir davlatniki emel ahvolini o'zini Qur'ondagi shu metodga tatbiqlab turib chiqargan hukm bu shariat deb ataldi. İslamning prinsipini her bir rayonga o'ziniki sharoitiga loyiq holatda shuni tatbiqlab shu yerga chiqarilgan hukm nima? Shariat deb atalgan gap. Shunga bir qotilga nimbasalqi qon qaz to'lash qilsa, bir yerda 10 ming dollar to'lsa, bir yerda 100 ming dollar. Nima uchun desa, bu yer farq. Bu yerdagi masalan bir zamonda yashayotgan bo'lsak-mu, iqtisod sharoit qarta belgilandi degan gap. Masalan, men shayardagi vaqtida bir nim bordi. Shu men Urumchiga lozat qilib shayard lozjiq chiqdi. Shu lozat qilib berib yurgan vaqtida bir nim qilib bir sotlangan bir odamniki nimalarni qilib qoldimda, bir 5 ming ko'ymi, 10 ming ko'ymi olgandan keyin u Urumchida bir yilmi 6 oy shunday kesibdi. Lekin keyin men shayarda nim qilgan vaqtda o shayarda shuni o'xshash pulni o'g'ilgan bir o'g'irga aslında bir hassa jiq kesayotganligini anladim-da. Ayat masalan 1 yil kesgan bo'lsa, Urumchida shayarda 2 yil kesayotgan gapda. Bizniki bir jirg'aroq urug' tuqqunimizda Raqbiyanjon degan bir odam bor edi. Sotdagi nimalarda ishlaydigan odam. U ancha-muncha ashnalarni arlish opamniki tuqquni olgandan keyin bir arlishib qilibdik. O'sha odamni bir kun so'rasam, o'sha odam nima deydi? Bu yerdagi masala o'g'ilga odamda emas,
o'g'ilga nasniki o'zi tepish nisbati deydi-ku. Mesela 10 ming koyun o'g'ilgan bo'lsa, shayat bir odam 10 ming koy o'g'ildi, Urumchida bir odam 10 ming koy o'g'ildi. O'g'ilgan bo'lsa, ikkisi o'xshash kesish kerak kesimni aslida, ammo aniga bir yil kesib Urumchidagiga, shayatga 2 yil kesish sabab nima degan vaqtda 10 ming koyni shayada test tapadi, Urumchida o'ngayroq tapadi degan gap. U yerdagi tafovutniki bunda nisbatlashtirib, u yerda bir odam bir yil nima qilsa, qancha pul topadi odamning o'zi. O'tir hisoblab turib, andan keyin kesimni anda kesgan gap. Buning o'zi shariat deb atilgan gap ana. Qur'onni tushungan vaqtida. Bir zamonning o'zida bir odamga payg'ambar alayhisalom zamonasida bir odam sahvan bir odamni o'ldirib qo'ysa, 100 to'g debdiki, deb hozir shu 100 to'gini so'rab yurdi-ku. Somalida bir odam sahvan o'ldirib qo'ysa, hozir Saudiyada bir tal to'gi 5 ming koy masal, 5 ming dollar atrofidagi. 100 tal to'gi 500 ming dollar. Bu yerda bir odam qanday bu 500 ming dollarni to'lab bo'ladi. Va bo'ldi, alayva jinim deydi shu, boshqa ish yo'q. Bu yerdagi qon qazi shu yerdagi insonlarning turmushi qarta bo'ladi. Saudiyadagi qon qazi u yerdagi turmush qarta bo'ladi. Iqtisodiy ahvol qarta bo'ladi. Yevropadagi Yevropaga sharoitiga Yevropadagi iqtisodiy nemisiga qarta bo'lgan narsa bu. Anda belgilangan narsa bu. Sen bir tal qalpoqni tepasang, hammaga bu qalpoqni hammadan kaydirishning hech qanday hojati yo'q. Ne kelsang shu yerga loyiq qalpoq yasashing kerak degan. Tamam. Mezmun itibariyle bir şey to'xtatildi. Asıl deganlardek şu aldığımızki derste Peygamber Aleyhisselam'ınki hakkında bizge aldığımızga qo'ygan, yani Allah'ın Resulü itaat qilganlik, onun itaat qilganlik bildirdiganlikka aloqador oyatlarni tutab kelib, onun bir yeshimini anglab baqili. Onudaki hadis deganni deganini shu vaqtda so'zlaymiz. İnşallah. Bizning maqsadimiz shu program boshlangandan tartib deb kelyapmiz. Hech qachon men jiq nima qildim, shu diqqat qilamiz, endi programning oldida bo'lsin, keyinda bo'lsin. Bu xil taqdim qiluvchi ustozlarningki ko'pinchisi bu yerda o'zining noposini tiklash maqsadida jafo chekmaydi-ku. Chunki bu uning arziga deb emas bu. Faqat o'ziga shu ato qilingan ilmning bir zakatini beray, shundan millat manfaatlar qilay deb turib taqdim qilib keladi. Bizning maqsadimiz shu, ama şu tanqidni yo'lida ilib bordi. Bu daqiqaning programni ko'rishimiz nima chiq hadudoq. Kitaplandoq. Bo'ldi. Bo'ldi, narsa aman bo'lsa. Alloh xolimiz fursatli ko'rishimiz ma'qul. Arkadaşlar bugün program bu kadar oldu. Yani Kur'an'dan Nezar namlı programımızın ikinci kısmı bir şeyde tügedi. Cemi umumsan üçüncü söhbet, ya üçüncü ders oldu hesapta. Birinci ders inşallah bir günlerde toluqlandı. Aldığımızda programda bizning mo'shu programni to'sish yoki ziyonliq deb qaragan qarindoshlarimizningki alohida quloq berishi yoki diqqat berishini umid qilamiz. Chunki asos muhim masala mo'shu. Ya'ni Alloh va Allohning rasuliga itoat qilish masalasida sunnatni, ya'ni hadisni inkor qilg'uchi degan nom bilan atab kelib, boshqa hukmlar bilan narsa pishishga oldirayotgan qarindoshlarga da'vat qilamiz shu. Biz qarab baqaylik, kelinglar deyilyapti. Buning uchun oldimizga seshanba kundagi programda saqlaymiz. Shu chog'da savollar bo'lsa, inshaalloh javoblashtırishimiz. Do'stlar, tartib qo'yishni unutmanglar qarindoshlar. Bir şey kadar olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.